elchilar sotuvchi bo'lishi kerak. Har doim tergovchilar deyman, sotuvchi bo'lishi kerak o'zi. Ya'ni o'zingizni fikringizga odamlar ishontira olishingiz kerak. Limitga ochsan-ku, nima qilsan? Pasingda qo'yibdi. Aktivniy doxod o'yla hozir, pasingda qo'yibdi, 40 ga chiqqandan keyin nima qilmoqchiman? Bu yo'moqchiman debdi. Necha yil desam, 2 yil. Men bilan ishlasang, nima ishlarni qilsang uy olishing mumkin. Hamma boylar o'tiribdi, meni mensimayapti. Nima mensimayapti deyman. Chunki rostdan eng kam pul men topaman. Eng ko'p gapirgan odam ko'p pul topgan odam. O'zi faqat yolg'on gapiradi. O'zi bunaqa, o'zi benzin oshib, dollar oshib gapiradi. Endi oladi. Siz energiyangizni oladigan odam emas, energiya beradigan odam yaqinroq bo'lishingiz kerak. Vizyar podkasti barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bizda bugun mehmon ProSales Group Consulting asoschisi va rahbari, savdoda 8 yillik xalqaro tajribaga ega mutaxassis, sotuvni tizimlashtirish bo'yicha ekspert va mentor Sarvar Zayniddinov. Sarvar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat, Sarvar aka. Bugun xudo xohlasa siz bilan bir manfaatli suhbat quramiz. Xudo xohlasa, rahmat. Chaqirganingiz uchun rahmat. Kuningiz qanday bo'ldi? Zo'r. Yakshanba kuni odatda yakshanbani oilamga ajrataman. Biz kelishib olganmiz, chunki juda ko'p ishlaymiz. Aytganman, yakshanba kuni sizlarga vaqt ajrataman, qolgan kun men tegmaysizlar. Kechroq kelaman ko'pincha uyga, shuning uchun yakshanba kelishib olganmiz. Yakshanba kuni sizlarga vaqt. Hozir aylantirib kelib, endi ketsam maylimi deb so'rab, podkastdan bor deb so'rab kelyapman. Juda yaxshi. Sarvar aka, nima bilan shug'ullanishingiz, faoliyatingiz haqida umumiy auditoriyamizga biroz ma'lumot berib o'tsangiz. Zo'r. Men o'zim sotuvchiman. O'zim sotuvchiman deb aytaman hamma joyda. Faxrlanaman sotuvchiligimdan. Ko'pchilik sotuvchilikdan uyaladigan kasb bo'ylaydi. Shunaqa qo'ygan bolalar sotuvchiman deyishdan uyalib, o'zini marketologman deb yuboradi. Yo, mutaxassis menejerman deydi o'zini. Ko'pchilik sotuvchiman deya olmaydi. Nimaga desangiz, ko'pincha sotuvchilikning nisbatan bizda negativ bor. Sotuvchi bu aldoqchi, bariga deyshadi, yolg'onchi, pixat qiladi, tiqadi senga produktini deb o'ylaydi. Shuning uchun sotuvchilikning nisbatan ko'p joyda agressiv yo'nalish bor. Shuning uchun men o'shani to'g'rilash ustida ishlayapman va hamma joyga borib sotuvchiman deb aytaman o'zimni. Shu 2016-yildan beri ishlayman o'zi. Nimaga qanaqa kelib qoldim sotuvchilikka? Qayerga borsam menejer po продажам bo'ladi. Meni menejer degan so'z yoqardi. Boshqarish yoqardi meni yoshligimda. Men boshqaruvchi bo'laman derdim-da. Borsam sotuvchi qilib qo'yishardi meni. Qayerga borsam menejer deyapsam, menejer deysan sotuvchi deb sotuvchi bo'lib ketganman. Keyin hamma joyda sotuvchi bo'lib ishlab 26 yil ro'yxatda ishlaganman shu paytgacha. Sotuvchi sifatida. Keyin bu sotuvchilik ekan menda deb sotuvchilikdan o'rganib, ishim shunday chiqib, ustozlarning qo'lida o'rganib, o'sha yaxshi korxona ishlab qo'yganman. Bu international korxonalar, Hyundai, Skoda, Volkswagen, KFC, Dafne, O'zbekistondagi o'sha top korxonalarda ishlab qo'yganman-da. Bu yoqda ustozlarim chet ellik mutaxassislar bo'lib qolgan va ular juda qattiq o'rgatishgan, o'sha mohiyatini, sotuvni nima qilish kerakligini juda qattiq o'rgatishgan. Masalan, chexlar bilan ishlaganman, nemislar bilan ishlaganman, ruslar bilan, belaruslar bilan, ukrainsklar bilan ishlaganman-da. Va bular sizga biror ish etsa, mohiyatini tushuntirib beradi va o'sha ishni yaxshi ko'rib qilishingizga majburlaydi. Ustoz sifatida. Masalan, menga bitta ish etsa, prosta qo'l uchida qilmang derdi, tushuntirib beradi. Shuning uchun shundan keyin sotuv qanaqa mehr qo'yganman, keyin undan yaxshi pul topishni boshladim. Shundan keyin qolib ketdim sotuvda. O'zim diplomim bo'yicha injenerman, Turinda o'qiganman. 2020-yil bitirganman. Men hali ham diplom olmaganman. Ko'proq shu adam xohlaganlar, injener bo'lishimni. Lekin baribir soft skills menda yaxshiroq rivojlangani uchun ko'proq gumanitar fanlarga qiziqqanim uchun meni bu yoqdan tortib ketgan. Ya'ni men Turinda o'qiyotgan paytda ham ishladim sotuvda, o'sha bilan qolib ketganman sotuvda. Tasodifan kirib qolgansiz? Tasodifan. Har bir kishini nima deydi? Biron kurslarda o'qib, отдельно shu sotuv bo'limida ishlayman deb fokus qaratib kirsiz, shunchaki tasodifan kirib qolgansiz. O'zi ko'pchilik bolda ham meni oldimga kelayotgan ishga tasodifan keladi. Ko'pincha vaqtincha ish deb qarashadi sotuvchilik. Vaqtincha ishman, ishlab turaman, tam 3 oy, 4 oy, masalan, kanikul payti ishlayman, inspayt ishlayman deydi. Keyin bu yerda topgan pulni ko'radi, keyin mehr paydo bo'ladi. Mana ishda ko'p pul topsa bo'lar ekan-ku deydi. Mana shunaqa ta'lim sotuvchilarni oyiga 10 ming topadigan. Sotuvchi oddiy B2B sotuvchi oyiga 10 ming topadi. Bu zo'r natijada. Mana bu ko'rasiz, yillab biznesmenlar pul topolmaydi, bunday oyiga 10 ming sotuvchi pul topadi. Shuning uchun bu ko'proq o'sha kelib ko'rib ishlab ko'rsa bo'lar ekanda. Men ko'pchiligi kelayotgan paytda bilaman buni, vaqtincha qarayotganini, bu ishim, meni ishimga. O'zim xodimlarim sotuvda vaqtincha ishlayman deb o'ylaydi. Keyinchalik biz qanaqadir miyamizda bor, institut bitirsak, bizga kimdir 50 million oylik taklif qiladi, yaxshi joyda ishlaymiz deb o'ylaymiz. Lekin qaysi ishda o'zimiz birinchi navbatda o'zimizga bu ish yoqsa, bu orqali yaxshi daromad qilsak va albatta buni kelajagida ko'ra olsak, menimcha o'sha soha eng zo'r soha deb biz uchun. Albatta.
bu sotuv sohasiga kirib qolishingiz o'zingiz ham menimcha universitetda o'qib yurgan paytingizda bilmagan bo'lsangiz kerak. Bitta narsani aytib o'tdingiz, diplom olmaganman deysiz. Da, diplom hali olmaganman. Nimaga? Turin degan so'zni kim Turinda o'qigan bo'lsa biladi uni. Turinda kirish oson, ya'ni kirish qiyin emas u yerga, lekin bitirish juda ham qiyin. Masalan, bizning paytda 350 ta bola kirgan, bitirgan bolalar 110 tacha bola bitirgan. Ya'ni ikki barobar odam bitirmagan. Nimaga desangiz, bizda Turinda imtihon topshirasiz, o'tsizgina sizga diplom beradi. Ya'ni u yerda birinchidan umuman pul yo'q. Italyanslar bizda o'qituvchilar. Va xohlagan paytingizda o'sha imtihon bo'lishini kutasiz, imtihondan topshirishingizgina qoladi. Mana bitta fan qolib ketgan, hallicham. O'sha 4 yildan beri uyda so'rashadi, topshirasan o'sha fanni. Eng qiyin fan bor, fluid power degan. Turin tarixida eng qiyin fan bu. Hozir любой odam Turinni bitirmaganman desa, fluid power qolib ketganmi desa ham deydi. Ko'pincha o'sha fanni men ham qolib ketgan. Shuning uchun o'sha fanni topshirsam diplom beraman deyshapti. 4 yil bo'ldi. Yaqinda shunaqa bo'ldi. Turin o'zi chaqirdi man. Sotuvga yordam kerak edi. Chaqirdi. Keyin bordim, bash o'tirman. Men tanishmaydi endi. Men oddiy studentman. Men lechim bilan ko'rishmagan. Keyin siz sotuv bo'yicha maqtashdi. Shunga yordamingiz kerak consulting bo'yicha deydi. Keyin men aytdim, "Aka, men qayerda o'qigan bilasizmi? Turinda o'sha marketing bo'limi direktori. Qayerda o'qigan? Studentda o'qiganman Turinda." Yo'q, mashta o'qigan ekansiz. Men o'zingiz mana qilib bering, sotib bering, chiroyli qilib bering, men aytaman. Aka, men diplom beringlar. Yurma diplom olamasdan hali ham. Shunga qiymatda menga, men maqtab beraman sizlarni, diplom beringlar menga. Olmaganmisiz dedi. Yo'q, sen fluid power qo'yganmi dedi. Shuncha o'sha Turinda o'zi nima desangiz, men o'z maqtayman, yaxshi ko'raman institutni. Nimaga desangiz, rostdan o'qisangiz olasiz-da. Rostdan men aytaman, Turinni bitirgan odam aytsa, men Turinni bitirganman, siz diplom olganmisiz so'raysiz. Diplom olgan bo'lsa rostdan o'qigan odam. Olmagan bo'lsa просто 4 yil vaqt o'tgan. Umr o'tgan 4 yil, men o'qiganman deyveradi. Shuning uchun Turinda faqat o'qigan odam bitira oladi deb o'ylayman. Shuning uchun o'zimda o'sha bitta fan, eng qiyin fan qolgani uchun hali bitirdim darajaga bo'lmaganman Turinda. O'zimcha aytaman, bitirmaganman deyman, bitta fan o'qib ketganim uchun. Universitet mavzusida yaxshi mavzuni ochdingiz. Mavzumizga bog'layman endi universitetni. Qarang. Sotuv bo'limida ishlaydigan mutaxassis universitetda o'qish shartmi sotuvni o'rganish bo'yicha yoki bu narsani tajriba orqali rivojlantiradimi? Zo'r savol. O'zi ko'pincha biza hech qayerda universitetlarda sotuv bo'yicha o'rgatilmaydi. Hech qayerda men ko'rmaganman. Tam sales ko'proq marketing bo'yicha bor, lekin sales bo'yicha hech qayerda yo'q. Ko'proq sales bu soft skills-da, ya'ni ko'nik bilan shakllantirish. Men 3 ta sohani doim aytaman yoshlarga. Ishlashing shart deyman. Necha yosh bo'lsang ham, maktabda o'qiyotgan bo'lsa ham ishlagin deyman. Bu birinchisi ofitsiantlik. Nimaga? Ofitsiantlikda birinchi navbatda vitamin F deyman, men feeling rivojlanadi. Ya'ni odamlarni his qilishni boshlaysiz. Farosat deydi ko'proq, o'sha farosat rivojlanadi. Ikkinchisi dastavkada ishlash. Shu kuryer rosa ketdi-yu, men rosa hurmat qilaman kuryerdan ishlashini. Yandexda, Voltda ko'rasiz, hamma joydan uzumda yurishadi kuryerlar. Kuryerlar birinchi navbatda, qarang, birinchi ofitsiantlikni nima o'rganasiz? Kommunikatsiya o'rganasiz. Odamlarni tushunishni o'rganasiz va farosat rivojlanadi. Keyingisi kuryerlikda siz boylarni ko'rishni boshlaysiz, qayerda yashashini va butun Toshkentni yaxshi o'rganasiz. Kimlar qayerda yashaydi, nima qiladi, qachon zakaz qiladi, nima qiladi, hammasini o'rganishni boshlaysiz. Ya'ni siz havas qilasiz boylarga. Va uchinchisi bu must to have deyman, bu sotuvda ishlash. Nimaga? Sotuvda ishlayotgan odam biznes tushunishni boshlaysiz-da. Chunki biznes teng sotuvda, boshqa narsa yo'q biznesda. Hech qaysi biznes yo'qki, men sotuv qilmayman degan. Hamma biznes sotuv qiladi-da. Shuning uchun bu yo'lga yurak, mana shu 3 ta sohada ishlasangiz, sizga hayotda eng muhim ko'nikmalarni olasiz. Bo'ldi. Endi bu yoqqa qaysidir back skill o'rganasiz bo'ladi, masalan, montajyorlik o'rganasizmi, farqi yo'q. Endi qaysi sohada ishlamoqchi bo'lsangiz, o'shani o'rganing. Nega mana shu 3 tasi must to have. 3 oy, mayli, ofitsiant 3 oy ishlang. 3 oy naqada ishlang, kuryer bo'lib, 6 oy, 1 yil sotuvda ishlang. Bo'ldi. Sizda soft skill majburiy rivojlanadi. Boshqa iloji qolmaydi. Buni demak tajriba orqali rivojlantirish kerak. Albatta. Buni teoretik kitoblar orqali bo'lmaydi. Borib tashqariga chiqib, odamlar bilan muloqot qilib, soft skilllarni oshirish. O'zi yaqinda bir narsa o'qib qoldim. Ikkita skill eng katta qiymatga ega skill ekan. Bu muloqot qilish, ya'ni muomala qilish va ikkinchisi sotishni bilish. Mana shu qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana shu ikkita narsani bilishingiz keyingi etapga chiqishingizga yordam berar ekan. O'zi men savol beraman-da, ko'pincha sotuvchilikni o'rgataman desam, nima kerak sotuvchilik deb aytishadi. Men nima kerak emasligini isbotlab bering menga deyman. Qachon kerak emas? Masalan, tadbirkorsiz, mayli, sotmayapsiz siz, lekin siz o'zingiz xodimlaringizni sotishingiz kerak, ideya. Ularni sevdirishingiz kerak. Ya'ni siz liderlik qobiliyatini rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, sota olishingiz kerak-da. Men o'ylamayman shu biz ko'rgan liderlarimiz sotuvchi emas, u sotuvchi hammasi. Sizga o'zining ideyasini sotishi bu sotuvchilik qobiliyati. Keyingisi ishga kiryapsiz, uy sota olmasangiz,
qanaqa oylik beradi sizga? Qatta sotuvchilik, masalan, aytaylik siz akasiz uyda, ukalaringiz bor, o'zingizni o'rningizda ish qildirib sotishingiz kerak edi. Yoki farzandlaringizni tarbiya qilayotgan paytingizda ham siz uni biror bir ishingizni majburiyat yuklamoqchi bo'lsam sotishingiz kerak degan. Ani majburan emas-da, bu ishni yaxshi ko'rib qilishi bu sotuvchilikda. Masalan, armiyada sotuvchilik yo'q-da. Armiyada men qildingni bo'ldi, boshqa yo'l yo'q. Lekin biznesda, hayotda siz o'zingizni fikringizga ishontirishingiz va unga yetaklashingiz sotuvchilik qobiliyati bu aytaman-da men. Sotuvchilar deganda bizni xalq nimani tushunadi? Biron bir mahsuloti bo'lsa, o'sha sotuvchilik deydi. Yoki biron bir xizmat ko'rsatish ishi bo'lsa sotuvchilik deydi. Lekin men aytaman, umumiy ma'noda, misol uchun o'zingizni bilimingizni sota olishingiz bu sotuvchilik, ya'ni sotish qobiliyatingiz bor. Men sotuvchilikni oddiyroq tushuntirish kerak bo'lsa, ishontirish deyman odamlar. Odam ishontirish san'ati deyman. Masalan, pasolda deymiz-ku, masalan, elchilar sotuvchi bo'lishi kerak. Har doim pergovorchilar, tergovchilar deyman, sotuvchi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yoki yuristlar, advokatlar, ya'ni o'zingizni fikringizga odamni ishontira olishingiz kerak edi. Buni eshitib o'tirib, rostdan deydi-yu odam. Sotib qo'ydi deydi yani. Men sotuvchilikni men aytaman, qatta sotmaslik kerak deyman. Gay ushat sizni. Ne ushadi, naql. Endi gaydan chiqib ketish vaziyati ham sotuvchilik kerak sizga. Har qanday vaziyatda-da. Aytaman, masalan, bolalar ishxonaga kech qolib kelishsa, men aytaman, shunaqa bahona aytdingki, men hayron qolay deyman-da. Chunki sotuvchilik bu kreativlikda. Endi siz vaziyatdan chiqib ketishingiz kerak doim. O'zi, esingizda bo'lsa, yoshlar aytishardi, ish bilani 1 tanga, gap bilani 1000 tanga deydi. Ya'ni har doim kommunikatsiya qobiliyati sizda rivojlangan bo'lsa-yu va o'zingizni ishingizni ko'rsatib berish qobiliyati bo'lsa, juda katta bo'ladisiz-da. O'zi men ko'pincha aytaman, sotish kimdan o'rganish kerak deyman-da. Uyingizga usta ishlatgan bo'lsangiz, ustaga ish berib berasiz ertalab, kechqurun ustaga nima bo'ldi deysiz-ku, sotish ko'rasiz o'sha yerda. Aytadi, bitta malar qilib qo'ygan o'zi, men deydi, mana shu devorlarni, mana bu xatolari bor ekan, to'g'rilab chiqdim. O'zim ham xizmatli joyi bor, olmadim sizdan. Tekis qilib chiqdim, qarang, men yopishtirdim, nima qildim deydi. Eshitib, "Voy, shu ish qilibdi" deysiz-da. Gap yo'q, ustaga rahmat deyni, qo'shib ham berasiz pulingizni. Bu sotuvchilik qobiliyati-da. O'zi buni qarasiz, malar qilib qo'ydim desa bo'ldi-da, sizda yetmaydi u narsa. Malar qilib qo'ydim, sen qilibdi deysiz. Lekin u muammolarni ko'rsatib, o'zi yechim berib, sizda rasotini olib qo'yganini aytib beradi sizga. "Wow, rahmat ustaga" deb endi qo'shib ham berasiz. Bu sotuvchilik qobiliyati o'sha. Bitta yaxshi savol keldi aytgan gaplarimizdan. Hozir sotish qobiliyati bu как manipulyatsiya qilish orqali emotsional hujum qilib, ishontirib qo'yish. Bu yaxshimi, yomonmi? Har doim ham. Bu xuddi anaqa o'xshaydi. Masalan, o'zingiz ham ingliz tilidan dars berasiz-ku. Ingliz tilini o'rgatish yaxshimi desangiz, uni yomon tomonini ishlatsa, yomon bu. Yaxshi tomonini ishlatsa, lekin yaxshi tomoni ko'proqda. Shuning uchun o'zingizni xizmatingizni ko'rsatib berishi bu narsa yaxshi deb o'ylayman. Nimaga desa, shunaqa bolalar bor-da, hozir ko'pincha Z avlod deymiz-ku, Z avlod, alfa avlod, ular ko'proq kommunikatsiyasi rivojlanmayapti. O'sha raqamli dunyoda paydo bo'layotgan uchun, tug'ilayotgan uchun, o'sayotgan uchun ular ish chiqib beradi, nima ish qildingiz, ham qildim deydi bo'ldi. Endi ko'p ko'rsatib uni prezentatsiya qilib berib, muammolarni ko'rsatib, uni yechimlarini taklif qilsa-yu, uni qiymati balandroq bo'lardi. Masalan, bitta ko'pincha hikoya aytib beraman. Hozir ham butun esingizda qolgan hikoya aytib beraman. Bitta karvonda ikkita yigit ishlaydi. Bittasini ismi Ali, bittasini ismi Vali bo'ladi. Alining oyligi 100 tanga badi oyiga, Valining oyligi 10 tanga badi oyiga. Keyin Vali keladi-da, unaqa rahbarga qarab aytadi, "Meni oyligim 10 tanga, Aliniki 100 tanga, biz bir xil ishlaymiz" deydi. Tajribamiz ham bir xil deydi. Yoshimiz ham bir xil deydi. Nimaga deydi? Keyin bo'pti deydi. U ham karvon ketayotganini ko'rasanmi deydi. Rahbar. Ha desa, borib so'rabki, nima olib ketgan ekan deydi. Nima olib ketyapti deydi. Xo'p deydi, boradi, qaytib keladi. Nima olib ketgan ekan desa, shola deydi. Bo'ldi, rahmat deydi. Endi Alini chaqiradi. Ali deydi, "Bu karvon turib ko'rdingmi?" Ha, borib so'rabki, nima olib ketyapti deydi. Vali boradi, so'raydi, keyin qaytib keladi. Nima olib ketgan ekan desa, shola deydi. Ular 1 yilda 2 marta qatnashar ekan Shomga deydi. Hozir ularda 8 ta tuya teng mahsuloti bor ekan, shol bor ekan. Bizda hozir xurmo bor. Men hozir yapashdim, 4 ta tuyaga barter qilsak bo'lar ekan. Barter qilsak biz bu yoqqa sholga boramiz, ular bu yoqqa xurmo olib ketadi. Har yil 2 marta savdo qilsak bo'lar ekan deb yapashib keladi. Keyin aytadi, "Men senga 100 tanga, men senga 10 tanga" deydi. "Vali, ko'rdingmi?" Sen "Ko'rdim" deydi. Ko'rdingizmi, sotuvchilik qobiliyati borib, har qanday vaziyatda foyda bilan keladigan odamlar-da. Foyda bilan keladigan odamlar. Shuning uchun bu odamlar butun korxonaga, butun davlatga ham kerak odamlar-da. Ya'ni doim foydada chiqish xohlagan odamlar. Bu hattoki shu munosabatlarda ham muhimda. Munosabatlarda ham sotuvchilik qobiliyatingiz bo'lsa, har qanday vaziyatdan silliq chiqib keta olasiz. Bo'lmasa, do'ldirab deb qo'yganingizdan keyin odamlar sizga ishonmaydi-da. Aytayotgan gapimizdan xulosa qilishimiz mumkin. Eng muhim narsalar bu soft skills, ya'ni muloqot qilish qobiliyati, yana boshqa narsalar. Qaysi yana ko'nikmani qo'shgan bo'lardingiz mana hozirgi zamonda, rivojlangan zamonda qaysi ko'nikmani sotuvchi bilish kerak deb o'ylaysiz? Soft skillslardan tashqari.
man keyingisi soft skilldan keyingi anaqa aytaman, matematika fani deyman. Nimaga? Ko'pchilik hozir sotuvchilarda matematika fani kamda, ularda kreativlik, fikrlash bor. O'z ichida bir-biriga qarama-qarshida. Bittasi soft skill anaqa desa, ya'ni kreativ fikrlash bo'lsa, ikkinchisi tanqidiy fikrlash bo'lishi kerak sizda. Mana shu ikkalasi bo'lishi kerak. Bu ikkisi bilan qarama-qarshi. Ko'pincha bu narsa qiyinda odamda bo'lishi. Yo sizda kreativ zo'r bo'ladi, e'tibor berasiz, zo'r ijod qilgan bo'ladi, qiyin bo'ladi matematika fanini ishlashda. Matematika aniq falda ishlay olmaydi. Menda bu qanaqadir majburiy bo'lib qolganda, masalan men aniq falda o'qiganman, Turinda litseyda o'qiganman, institutda aniq faldada, lekin o'zi yoshligimdan rivojlangan soham bu soft skill menda faqat. deb majbur bo'ldim, ya'ni aniq falda ishlashda bu narsa zo'r kalibratsiya bo'ldi menda. Ya'ni har bitta aytayotgan gapimni argumentlab gapirishni o'rgandim. Ya'ni bir xilda mana qilsa chiroyli bo'ladi deydi, men chiroyli deb ishlatmayman so'zida. Ya'ni men buni orqasidan argumentlab ko'rsatib beraman. Statistikada qo'shaman, tadqiqotlar qo'shaman deb fikrimni. Ani odamlar ishonishni boshlaydi. Undan ham yaxshi ishonadi sizga. Nimaga desangiz, siz pustoy gapirmayapsiz-da. Har bitta gapingiz orqasida manbasi bor, fakti bor va men raqamlar bilan isbotlab beraman, shu siz foydaliligingizni deyman. Raqamlar keling, men ishonmayman. Keling, kalkulyator olamiz qo'lingizga. Matematikani qo'shib ketamiz, men aytaman, men qancha pul topishingiz mumkin. Men ko'rmayman bu shunaqa riskka siz hozir o'ylab o'tirgan narsani isbotlab beraman-da, keyin u birinchi marta sotuvchilik soft skillga ishondi, ikkinchisi men uni raqamlar bilan asoslab berdim. Mana shu ikkinchisi matematika fanini agar yaxshi o'qisa, soft skill yaxshi bo'lgan odam undan juda ham kuchli sotuvchi chiqadi. Juda ham kuchli sotuvchi. Faqat bu gapda deydi, ko'pchilikdan sotuvchilar bor, faqat gapiradi deydi, asossiz gapirib tashlaydi deydi. Endi unga asosiy narsani qo'shib bersangiz, endi raqamlar bilan ishlashni ko'rsatib bersangiz, juda ham kuchli sotuvchi bo'ladi. Ya'ni любой joyga yutib chiqadi. To'g'ri. Bunday o'ylab qarasak, rostdan ham sotuvchi deganda gapdan birinchi xayolga keladi, misolga. Keyin aka muomalasini qilib, sirasi chiroyli gapirib, agar matematikani boshqa bir hard skillsdan biron narsani qo'shsa, ikkovi kollaboratsiya bo'lib, siz aytganday yaxshi bo'ladi. Ha, demak, matematikani bilish, raqamlar bilan ishlashni bilish. O'zim ham buni bundoq aylantirib xalq ta'limiga kelaman-da. Men ichimda o'sha orig'im, siz ham orig'ingiz shu bo'lsa kerak. Bizda o'sha maktablarda qaniydi matematika fanini majburiy qilib, shu eng yaxshi o'qituvchilar dars bersa, masalan, Hindiston hozir butun dunyoda juda ham kuchli IT shirkatlarni SEO bilan ishlab chiqarayotgan davlatda. Lekin bunday qarasangiz, u yoqda xalq ta'lim o'zi yo'q, vazirlik yo'q, ta'lim vazirligining o'zi yo'q. Hindistonda repetitor sistemada ishlaydi hamma. O'qituvchiga oyliklar bera olmaydi ular va ular o'qituvchiga olib kelib berishadi. Tam sholisi, bilmayman, kim nima topsa olib kelib beradi. Lekin ikkita fan majburiy ekan o'rgatilishi. Birinchisi matematika, ikkinchisi shaxmat. Shaxmat matematika. Ha, nimaga siz bu sizni IQ-ingizni, logikangizni rivojlantirgan ikkita eng asosiy fan. O'zi aytishardi, yoshlikda matematika fanlar otasi deyishardi. Men ishonmasdim o'sha paytda. Endi tushunaman bu narsani. Ya'ni matematika bilan siz shaxmat o'yinini olib ketsangiz, miyani chapi ham o'ynab ishlaydi. Yo'l boshqa yo'l qolmaydi. Siz endi любой sohada eng zo'r bo'lishingiz mumkin-da, miyani ishlata olsangiz kelasini. Bizda maktabda matematikasi yaxshi emas bolani deb men bunga beramiz, san'atga beramiz deydi-yu. Yo'q, bu fundament. Mayli, 9-sinfgacha ham matematika o'qish shart. Undan keyin mayli, xohlagan tanlab ketaversin degan. Bu eng fundament fan. Bu miyani rivojlantirib ishlaydigan fan-da majburiy. Shuning uchun rosa xohlardim maktablarda matematika fani majburiy bo'lib o'rgatilishi. Men o'zimni qarasa matematika faniga aloqasi odamman-da, o'zimni qarasa soft skill menda ko'proq odamlar muloqotim menda yaxshi-da, lekin mana shu matematika fani sababli menda mana shu narsa o'xshayapti deb o'ylayman-da. Ha, yaxshi bilishingiz orqali raqamlar bilan ishlash. Chunki maktabda yaxshi o'qimayman matematikani, lekin litsey bilan institutda majbur o'qitishganda. Chunki aytdim boya institutda menda pul to'lash iloji yo'q, sessiya yopish iloji yo'q, o'qiysiz majburan. Majburan o'qib, keyin aytdim. Men Telegramda post yozaman-da, post yozganimda har bir postimni ko'rsangiz, agar tadqiqotlar bo'ladi. Tadqiqotlar, faktlar yig'ib yoraman-da, hikoyalar yig'ib yoraman har doim o'zimda. Nimaga? Har bitta aytgan gapim asosli bo'lsin, bu kim? Unaqa emas deyishdan qo'rqaman. Qanday isbotlab ber deyishdan qo'rqaman. Shuning uchun oldindan hammasini isbotlab ketaveraman. Ya'ni savol qolmasin siz, e'tiroz qolmasin. Shuning uchun mana shu fan bu o'rgatadi sizga asosli bo'lishiga. Hindiston aytdingiz, qiziq fakt. Men o'zim ham shaxmatda o'ynash yaxshi ko'raman. Kuzataman. Yaqinda bitta bola chempion bo'ldi. Magnus Carlsenni urib, Mukesh degan bitta bola. Keyin hozirda top grandmasterlar shu hindistonliklar. Hammasi yosh-yoshda, ya'ni 2004-yil, 2005-yillar bola hozir jahon chempioni bo'ldi. Endi e'tibor berdim shaxmat bo'yicha deganingizga Hindistonda. Qarang, biz ikkita fan tanladdik, lekin butun dunyoni emaslar. Google SEOsi ham Hindiston deydi. Qanaqa qilib bular rivojlanib ketdi desam, Hindistonda ikkita eng katta muammo bor-da. Birinchisi ta'limdan, ikkinchisi meditsina. Ularda ta'lim va meditsina vazirligi boshqara olmaydi. Juda ham ko'p aholi bo'lgan, boshqara olmaydi, imkon yo'q, deyapti. Investitsiya qilinmaydi bunga. Bizda yaxshi ta'lim vazirligi bor, soliq vazirligi bor. Shuning uchun Hindiston kimlarni ko'rsangiz, eng ko'p muammo o'qituvchilar bo'ladi ularda. Birinchi muammo o'qituvchilar, ikkinchi muammosi anaqa bilan, meditsina bilan.
e'tibor berasizlar, ularda sug'urta qilish hammasini oldindan pul to'lash kerak bo'ladi. Kinolarda ham doim o'sha muammo shu bo'ladi. Doktorlar qimmat summa aytadi, ular qidirib yuradi pulni, endi ularda vazirlik kontrol qilmaydi buni, qila olmaydi chunki odam soni ko'pligi uchun. Lekin mana shu ikkita soha qanaqa rivojlanib ketgan qarang. Nimaga desangiz, urg'u shunga berilganda. Repetitorlar ham xuddi shunga fokus qaratgan. Qiyin bo'lgan taqdirda ham mana shunaqa chiqyapti, jahon chempioni bo'lib, top aytishniklar. Man ham shunga hayron qoldim. Shu Pokistonda ham xuddi shunaqa, Hindiston, Pokistonda, Belarusiyada ham xuddi shunaqa. eski Sovet ittifoqidagi anaqa davlatlardan o'sha eng anaqalari mana o'sha Belorussiya, Ukraina juda qattiq saqlab qo'ygan ta'lim tizimini. Belarus matematika juda ko'p Belaruslarda. Aytishga ham boshqa ko'p. Ukraina xuddi shunaqa. Mana bular o'sha Sovet ittifoqining eng muhim joyini saqlab qolishdi, ta'lim tizimini. O'zi masalan bizani adamlar ham aytishardi, adam aytadilar, o'qituvchilar urmaydimi hozir deydilar. Yo'q, adam urmaydi deyishgan, san biz ham kaltib bunaqa o'qir deydi. Oldin erkak kishi o'qituvchi ko'p bo'lardi. Hozir faqat ayollar faqat qarg'ashi mumkin, urmaydi odatda. Lekin o'sha bizani urib o'rgatardi, chunki o'sha juda qattiq qaralgan ta'lim tizimiga deyiladi. Shuning uchun o'sha Sovet ittifoqidagi eng o'sha mag'zini olib qo'yildi belaruslar bilan ukrainsklarga. Qolgan hamma o'shani fokusni qo'yib yubordi anaqada ta'limni. Qattiq qo'l bo'lish yaxshimi ta'limda? Bolalar xohlaydi yengillikni hamma. Masalan, menda eng qattiq qo'l o'qituvchilarimga hozir rahmat deyman-da. O'sha paytda yig'laganman, ichimni so'kkanman o'qituvchimda, lekin o'shalar men uchun hozir qancha rahmat aytish kerak bo'lsa, o'sha qattiq qo'l o'qituvchiga rahmat aytaman-da. Masalan, Turin litseyimda biologiya fanini o'qituvchisi juda qattiq qo'llaydi. O'sam Turin litseydamiz biz, aniq fanli yo'naltirganmiz, biologiya bu gumanitar fanimiz. Lekin o'zini fanni hurmat qilgan o'qituvchimiz bor edi. Aynura Alibayevna edi ismlari. Juda qattiq hurmat qilardi. Hech qaysi fan kitobim yo'q edi. Biologiya kitobim bor edi. Litseyda kitob berilmaydi, siz o'y sotib olasiz-ku. U yoqda kitob, biologiya fan kitob olib yurardim o'zim bilan. Juda qattiq so'rab olardilar. Shu o'qituvchimga rahmat deyman. Yana ona tili o'qituvchimiz bo'lardi. Bu ham gumanitar fan. Zamirova degan o'qituvchimiz bor edi. Bu ham juda qattiq qarardilar. Даже o'sha litseyda men birinchi o'rin olganman ona tili adabiyot bo'yicha. Nima desa so'rab olardilar qattiq qo'l o'qituvchilarni biz yomon ko'ramiz, yoshlar yomon ko'radi, lekin oradan 10 yil o'tadi, biladi, ular eng zo'rlari. Chunki siz o'zingizni faningizni hurmat qilsangiz, yaxshi ko'rsangiz, siz qattiq qo'l bo'lasiz. Siz qo'yib bermaysiz ularga, xohlagancha nima qilish. Siz natija xohlaysiz hammadan. Va natija intizom orqali bo'ladi faqat. Siz so'rab olasiz hammadan. Uy vaysa qilmadim, esimda bor, uy vaysa qilmasak, anaqa eshikda turardi, ikkinchi marta qilmasak bitta oyat turardi. Qarang, qiyinlashib boraveradi. Bu narsa o'zini fanni hurmat qilgan, keyin qattiq qo'l bo'lgan o'qituvchilar bo'lgan. Demak, ta'lim haqida yetarlicha gaplashdik, Sarvar aka. Sizga biznes haqida ko'p savollarim bor. Ya'ni sotuv bo'limi haqida aniqlik kiritishni xohlayman bitta narsaga. Kino bor-ku, Jordan Belfort, Wall Street. Telefonda sotuvchi deganda nima xayolimga keladi har doim? Telefon orqali klientlarga telefon qilib sotish. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'raman. James Cardenmi degan odam bor. U ham Grant Cardone. Grant Cardone. Sotish o'rgatadi, telefon orqali, email orqali qanday odamlar bilan gaplashib, sotishni bilish. Sizniki endi oddiy biznes egalariga sotishmi har doim yoki oddiy shaxslarga ham sotishmi, jismoniy shaxslarga? Hozir ishlayotgan soham B2B sohasida ishlayman. Chunki o'zim konsaltingimda doimiy sotuvchi o'zimman. Chunki o'sha mani mutaxassis deb kelishadi, o'zim bilan gaplashishadi va o'zim sotuvchiman B2B da. B2C da o'zim xodimlarim ishlaydi. Ya'ni o'sha jismoniy shaxslar ishlayotgan paytimizda o'zim xodimlarim ishlaydi. Ya'ni sotuv bo'limini qurib bergan paytimizda ko'proq B2C da ishlaymiz. Lekin men juda qattiq farqlamayman B2B va B2C ni. Ko'pchilik o'sha B2C sotuvchi yoki B2B sotuvchi deyshadi. Farqi nimada desangiz, o'zi O'zbekistonda juda ko'p B2B lar yo'q. Nimaga desangiz, shaxs qabul qiladi qaror. Siz o'zingiz biznesingizda yakka tartibli tadbirkorsiz, katta biznesingizda, lekin o'zingiz qaror qabul qilasiz. Siz men uchun B2C siz. Men sizni qaroringizni o'zgartira olsam bo'ldi. B2B nima? Sizga o'xshagan 4 ta 5 ta bo'ladi-da. Men hammani qaroriga ta'sir o'tkazishim kerak. Biz katta korxonalarda o'sha B2B bo'lishi mumkin, masalan, aytaylik, Payme, Lukoil kabi korxonalarda o'zi qaror qabul qilgan bitta odam. Bu kengash bo'ladi, yoki maslahat qilish kerak. Ya'ni siz hammani ko'nglini olishingiz kerak. Bizda asosan tadbirkorlar o'zi qaror qabul qiladi, hech kim so'rab o'tirmaydi. Bu jaltdan so'rab o'tirmaydi, chunki bizda o'zi ko'proq B2C o'zini qarasangiz. B2C degani siz birdan odam bilan ishlaysiz deganda, B2B da shunaqa odam bir nechtasi bilan ishlaysiz degan. Shuning uchun bizda hamma B2B deydi, lekin men shu paytgacha ham ishlab biron qattiq B2B pergor qilgan eslolmayman-da. Bo'lgan bir marta, unda B2G da bo'lgan. B2G undan ham qiyin. Bu government bilan ishlash, davlat bilan ishlash, sizning uchun hukumat bo'ladi o'shanda. Pochta bilan ishlaganman, O'zbekiston pochtasi bilan 11 oy ketgan pergorimiz. 11 oy davomida yurganman ular bilan. Pergor qilganmiz, 11 oydan keyin sotib olishgan.
11 oy 70 ta mashina sotganman. O'sha qanday rekordim o'sha o'zimni $1 million chek bo'lgan 70 ta mashina. O'sha men rekordim bo'lishi kerak deyapman-da, shunga qo'yib yubormaganman 11 oy. Lekin o'xshagan shu narsa. Ya'ni B2B da o'zi ko'proq sikl ko'proq uzunroq bo'ladi-da. Masalan, siz B2C da bugun keldingiz, bugun qaror qabul qilasiz, ketasiz. Uzoq 2-3 kun ketishi mumkin, bir hafta ketishi mumkin. B2B da o'rtacha bir haftadan boshlanadi, eng kam perioddan vaqti, keyin ketdi 2 oy, 3 oy, 1 yilgacha ham borishi mumkin. Bizda tizimlashmagan bizneslar rosa ko'p-ku, Sarvar aka. Misol uchun tizimlashmagan biznes degani hech qanday tizimi yo'q. Tadbirkor hamma ishni o'zi qilishga harakat qiladi. Oldingi safar suhbatimizda Alisher aka bitta yaxshi gap aytdi. Har bitta narsani o'zi qilishga harakat qilayotgan tadbirkor keyingi etapga chiqishi rosa qiyin bo'ladi. Hozir tizim qilish, sotuv bo'limiga alohida tizim qilish degan narsa bor. O'zi sotuv bo'limini tashkillashtirish qachon kerak? Bu ko'proq o'sha tadbirkorning o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Siz qachon charchasangiz, boshida hamma tadbirkor o'zi boshlaydi, sotishdan o'zi boshlaydi. Birinchi do'kon ochganda ham o'zi o'tiradi-da. Shunaqa tadbirkorni taniyman, 20 yildan beri bir do'konda o'tiradi o'zi. Nima deysiz, charchamagan o'zi. O'zi yoqadi shu jarayon. Davom etaveradi, bo'ldi, bo'lmasa. O'sish, rivojlanish, kengayish degan narsani o'ylamaydi. Lekin kengayish boshlagandan keyin masalan sizda 2 ta filial bo'ldi. 3 ta filial bo'ldi. Qanaqa qilib siz sota olasiz endi? Qanaqa qilib? Endi o'zi majbursizda, endi sizni o'rningizga odamni ishlashi. O'zi tadbirkorlikni qarasangiz, o'zi ishlash emas, balkim odamlarni ishlatib, bu orqali daromad ko'proq qilishdi. Endi hammani o'zining ideyasini sotib, o'sha ideya bo'yicha ishlatish o'zi tegimi tadbirkorlik. Lekin bizda ko'p tadbirkorlar mandagi qila olmaydi ishimni o'ylaydi. Aytaman, "Dastligi qila olmaydi" deyman. Men so'rab ko'ring ota-onangizdan, uchalaringiz ko'proqmi va yo'q bo'lsa, bo'ldi, o'zingiz qilar ekansiz. Lekin endi narsa sizni 50% kam qilishga ham rozi bo'lishingiz kerak deyman. Masalan, meni o'zimning xizmatimni mandagi hech kim sota olmaydi. O'ylayman. Siz ham o'zingiz o'qituvchisiz, sizdagi metodikangizni hech kim sota olmaydi, lekin siz rozi bo'lishingiz kerak 50% kamiga ham. Keyin o'sha ko'paytirish kerak, 51, 52, 53 qolib chiqishingiz kerak. Bo'ldi. Ko'pincha tadbirkorlar qattiq xato qilib qo'yishadi, sotuvchi olishadi-da, kutadi, xuddi o'zidagi sotuvchi bo'lib ketishini. Tadbirkorda ikki zo'r sotuvchi yo'q o'zining produkti bo'yicha. Chunki produktini sevadi, ishonadi produktiga, muhabbati bor unga nisbatan. Xuddi farzandga o'xshataman. Tadbirkorlar o'sha bolasi bu biznesida va o'zingizni farzandingizdagi hech kim bilmaydi-da, ya'ni siz bilganingizchalik uni. Ya'ni siz uni hamma minus tomonlari, plyus tomonlarini ham bilasizda. Yangi kelgan odam sizni farzandingizni ko'p bilib ola olmaydi. Otadagi qaror olmaydi baribir. Shuning uchun siz qachon o'zingiz kengayib o'tishni xohlasangiz, rivojlanishni xohlasangiz, qo'yib yuborasiz-da o'sha. O'shani bola katta bo'pti, 5 yosh bo'ldi o'zi, tili chiqish kerak, gapirish kerak o'zi. Nima qilsa gapirmayapti. Tasavvur qiling, farzand bo'yicha o'xshatish shunga aytaman, men biznesga 5 yil bo'lgan. 5 yoshli qilgan bolaning ishlari bor, to'g'rimi? O'zi ovqatlanishni bilish kerak, o'zi yurishni bilish kerak, o'zi yaxshi gapira olish kerak deb aytaman. Sizni biznesingiz yurmayapti-ku deyman, o'zi. Qaramasangiz. Nimaga? Balkim o'sha paytda rivojlantirmadingizmi kerak narsalarni deyman. Ya'ni biznesingiz sotuv o'zi bo'lmayapti. Siz o'zingiz qo'ygansiz hamma narsani. Bolani ovqat yedirib qo'yavergansiz, o'zi yedirib qo'yavergansiz, bola o'zi ovqat olmay qo'ygan. Shuning uchun endi sizni vazifangiz bolalarga sekin-sekin o'rgatish. Endi buni men olib kelishim paytda aytaman, men vaqtinchalik o'sha sizni bolangiz bilan shug'ullanib beraman deyman. Как tili chiqmagan bolalar bo'ladi-yu, logoped bo'ladi-yu. Men aytaman, logopedman deyman. Sotuv bo'limingizda o'sha tili chiqarib, o'sha bemalol R harfi aytishni o'rgangandan keyin qo'yib yuboraman deyman. 3 oy 4 oy ishlaymiz sotuv bo'limingiz bilan, sotuvchilaringizni o'qitamiz, KPIlarni to'g'rilaymiz, CRMni to'g'rilab beramiz, reglamentlarni qilib beramiz-da, o'sha yaxshi bo'lgandan keyin qo'yib yuboramiz deyman. Ya'ni bu o'sha boy tadbirkorni maqsadiga qarab qo'ysa bo'ladi-da. Chunki bir tadbirkorlar bor, o'zi yetadi hozirgi holatda, komfortda. Ular kerak emas sotuv bo'limi qilish, o'zi o'tiradi, gaplashaveradi bo'ldi. Bir xil missiyasi kattaroq. Yo'q, men deydi chet elga chiqishim kerak, men eksport qilishim kerak, yo'q, men filialni elita qilishim kerak, men imkonsiz bitta o'zim qilishim bu narsani deydi. O'shanda jamoa qurish o'ylaydi. Bizda menimcha tadbirkorlarda bir noto'g'ri fikrlash bor. Agar ikkinchi filialimni boshlayman yoki kengayish xohlayman desa, birinchi nima xayoliga keladi? Ko'p ish. Ko'p ish, ya'ni stress. Hozirgi kengayishni xohlagan tadbirkorlarda xatosi bu fikrlashdami yoki yondashuvdami? Men ko'proq o'sha fikrlashdi deb o'ylayman. Tadbirkor bilan gaplashgan paytimda o'sha juda ko'p negativ fikrlash boshlayapti-da. Qiyin, hamma narsa oson emas deyshadi. O'zi boshlayotgan paytingizda ham shunaqa edi. Faqat siz qo'rqmasdan boshladingiz. Endi o'sha negativlarni ko'rib, siz qo'rqib qoldingiz deyman-da. Nimaga? Chunki agar sizda qancha mingiz fikrlashingiz ochiq bo'lsa, bu holat normalni qabul qilishingiz kerak-da. Sizlar 3 ta xodim oldi sotuvchi, ketib qoldi uchalasi ham. Tadbirkorlar 3 tasini yomon deyveradi-da. Hammasi bir tiyinga qimmat, zet avlod, ular betayin, kech qolib keladi deyman, aytaman. Xo'p, nima qila olamiz endi deyman. Birovni ayblasangiz to'g'rilanmaydi. Men aytaman. Tizimni to'g'rilaylik deyman. Men aytaman. Bog' yarataylik deyman. Bog' yarataylik, kaplik keladi shundoq. Biz kaplikni qilaveramiz. Yaxshi kaplik qayerda bor deyshadi menga. Yaxshi sotuvchi qayerda bor deyshadi. Men aytaman, bog' yarating, kaplik o'zi keladi deyman.
bog' yaratish qiyin vaziyat. Investitsiya, rasxod, yana fikrlash, yana stressda ko'pchilikni xohlamaydi. Ko'p ishdan qochishmi demak? Komfort zonadan chiqmaslik deb o'ylayman-da. O'shani fikrlar yana o'sha fikrlashga qaytamiz. Siz biznes yaratib qo'ydingiz-ku, endi yana qiynalishni xohlamaysizda. Chunki o'ylaysiz biznes yaratdim, ko'pchilik aytadi, biznes yaratsam bo'laman, vaqtim bemalol, men o'zimga xolman, o'zimga yeyman. Yo'q, men ishxonada eng ko'p ishlaydigan odamman-da o'zim. Eng ko'p ishlayman. Men ertalab soat 9 ga kelsam, kechqurun soat 12-1 da ketaman. Tadbirkorlik kam ishlash emas, navbat ko'proq ishlash, ko'proq mas'uliyatda. Oldin xodim o'shayotgan paytimda 5-ni kutardim-da. 5-chi kelsa oylik olaman-da. Hozir 5-chi eng qo'rqinchli raqam men uchun. Oylik berishimiz kerak 5-chi deyman-da. Shuning uchun doim shu miyangizda xodimni o'z vaqtida oylik olsin deb fikrlaymiz. Shuning uchun tadbirkorlik agar siz uchun kam ishlash bo'lsa, demak tadbirkorlik siz uchun emas ekan. Tadbirkor ko'proq ishlash endi. Faqat shunaqa darajada ishlaysizki, keyinchalik 30 yoshingizda, balkim 25 yoshingizda, balkim 40 yoshingizda vaqtingizni ekonom qilish payti bo'ladi o'shanda. Yaqin to'g'ri keldi oldimga-da, 22 yosh bola. Aytdi, tadbirkorlik qilmoqchiman, Saror aka dedi. Nimaga aytsam, shu passiv dohod kerak menga dedi. Men 22 yoshsan-ku, men nima qilsam passiv dohodni, aktivniy dohodni o'yla hozir, men passiv dohodni 40 ga chiqqandan keyin, endi bu yo'g'i yoshim o'tib qoldi, nima qilaman, men agressiv risklarni nima qilaman degan paytda o'ylasam bo'ladi. Nima qilsam passiv dohod 22 yoshsan-ku. $1000 bor, qanday investitsiya qilay deydi. Ularni hozir trading, nimalarni sotib olish, qanaqa bitcoinlarni-da, ular boyib ketsa. Aytaman, do'stim, o'sha $1000 o'qishingga tik, ingliz tilini o'rgan, til o'rgan, rus tilini o'rgan, kurslar ol, kasb kurslarini o'sha yerdan boyib ket deyman-da. Shuning uchun boygi narsa aytayotgan gapimizda tadbirkorlarda ham o'sha kelayotgan dohodga rozi bo'lib qolgani o'smaslik imloti sabab bo'lib qolganda. Bu qandaydir ma'noda aytganda komfort zonaga tushib qolgani ham. Ya'ni o'sishni xohlamasligi shu bo'ldi, o'sha yetadi menga boshqacha boshqacha kerak emas degan ma'noda. Yaqin bitta tadbirkorlashayotgan paytimizda xuddi shunaqasi bo'ldi. Gap eshitasiz-ku, men eksport qilishim kerak, u qilishim kerak, men bunaqa 4 zavod qilishim kerak deydi-da. Bas nima shunaqa paytda-da. Keyin yaqin shunaqa bo'ldi. Bitta tadbirkor ishlayapmiz. 3 ta tochkasi bor, 3 ta showroomi bor. 4 ta 5 ta uy olib qo'ygan o'ziga mashina olgan, ikkita mashina, adasiga mashina berganda, hamma masala yetib bo'lgan. O'zishni istaydi. Men chaqirdim. Men aytdim, "Yuring aka, pergovor bor" dedim. O'shani borib kelamiz, rakka sizni sohangiz, sotib beramiz shu yerda dedim. "O'zing borib ko'r" dedi. Men serial o'tiribdi ishxonasida, turistik serial, "O'zing borib ko'r" dedi. Gapda-da, ya'ni o'smoqchiman deganda narsa faqat gapda. Ya'ni harakatni ko'rmaysiz. Ertalab soat 12 da keladilar, bu yerda. Ertalab soat 12 da keladilar. Soat 6 gacha ham serial ko'rib o'tiradilar. Kimdir muammo bilan kelsa yechim qilib beradilar, bo'ldi. Keyingi etapga o'tish degan narsa bo'lmagan. Chunki yoshlikda qo'ygan hammasi yetib bo'lganda tadbirkor. Masalan, aytgan, ikkita mashina olaman yoshligida, ikkita mashina olgan, ikkita uy qilaman, ikkita uy qilgan. Ya'ni 4 ta kvartira olib qo'yaman, 4 ta kvartira qilgan. Bo'ldi, endi nima bor? Endi o'sish mumkin bo'lgan. Boshqa yo'l qolmadi. Shundan keyin gapni eshitsangiz qop-qop eksport qilamiz, lekin harakatni ko'rmaysiz. Shuning uchun aytaman-da, odamlar gapiramiz, harakatiga qaranglar deyman. Harakat aldamaydi, gapni aldashi mumkin. Ya'ni aldashni bilib turibmas, bilmasdan turib ham aldab olishingiz mumkin. Harakat aldamaydi lekin. Komfort zonaga tushib qolish. Sizda ham shunaqa narsa bo'ldimi hali paytgacha? Ha, bo'lgan, ko'p bo'ldi. Komfort zonaga tushib qolish. Men ko'pincha komfort zonaga tushgan paytimda atrof muhitimni o'zgartiraman, ruhimni o'zgartiraman. Masalan, aytaylik, $1000 oylik chiqqan paytimda atrofimda hammadan eng ko'p pul men topardim-da. Keyin yetib 3000 oylik topgan paytimda o'sha $3000 kruvda eng baland bo'lib qoldi men. Keyin o'sha endi kruv qidiraman o'zimni. Chunki hamma narsa agar xonada eng zo'ri bo'lsang, chiqib ketgan xonadan deydi. Siz kruvga borganingizda eng zo'ri bo'lsangiz, u yerda hech narsa olmaysiz, berasiz balki. Men xohlayman olishni. Masalan, hozir yangi klub qidiryapman, ya'ni klublarda, juda ko'p klublarda borman. Ularga o'sha boraman, olaman. Mendan zo'r bolalar bo'lsa, ularni oldida bo'lib, unaqa dunyo qarashini olaman. Nima daromad qilayotganini hammasini o'rganaman-da, keyin o'sha daromad chiqib qo'yganimdan keyin o'sha yerda eng zo'r bo'lib qoldim, daromad jihatdan yana qidiraman, boshqa daromadni zo'rlanadi. Shuning uchun komfort zona sizda anaqada, hamma sizga xos qilish komfort zonadasiz. Qarindoshlaringiz orasida hamma sizga xos qotdimi? Voy, o'tirgan joy, voy shahzodga keldi, amki qo'yili, shahzodga alohida choy damlaring, dish boshladimi? Buning komfortdasiz. Uje sizga hammasi yoqimli tuyulaveradi-da. Shuning uchun men o'sha yoqimsiz jarayon qidiraman o'zimni. Bordim-da, hech kim mensimayapti meni. Hamma boylar o'tiribdi, meni mensimayapti. Nima bilan mensimayapti deyman. Chunki rosa eng kam pul men topaman. Eng ko'p gapirgan odam ko'p pul topgan odam o'zimdan qarashingizda. O'sha oddiy bor yaqinlashib gaplashasiz, uni dunyo qarashini olasiz, uni kalibrini olasiz va sizda kalibr kengayishni boshlaydi. Va bu yog'iga o'zi ko'proq pul topishga yurgan ekanman deysiz. Yurgan ekanman deydi. Har safar shu komfort zonaga tushib qolganingizda o'zingizni muhitingizni o'zgartirib, challengelarni qabul qilasiz, to'g'rimi? Lekin eng yoqimsiz holat bu. Sizga yoqmaydi, chunki ichingizda egoist qiynaladi-da. Chunki eng zo'r yoqadi, hammaga eng zo'r bo'lish. Ego ham alohida mavzu bu, qanday bu haqda mencha ijtimoiy tarmoqlarda bitta post qoldiruvdingiz, ego haqida. Shunaqa. Bizani qasd darajaga olib chiqqan narsa bu egoyimiz.
bitta daraja bor. Men arxitektor darajasi deyman. Hayotingizni qurishingizga sababchi bo'lgan narsa egoda. Ya'ni o'zingiz mutaxassis sifatida egoingiz bo'lsa eng zo'r bo'lasiz. Nimaga desangiz, chunki sizga yoqmaydi gap eshitish. To'g'rimi? Kimdir sizga mana qilib qo'yibsan, yoqmaydi, siz oldindan qilib qo'yasiz narsani. Ya'ni tilingiz uzun bo'lishini xohlaysiz-da. Bu ego sizni ma'lum bir darajaga olib chiqadi, lekin jamoa bilan ishlashda bu qiynaydi sizni. Masalan, siz o'sha rahbarsiz, ego nima deydi? Xodimlar bilan ishlashda siz eng zo'r bo'lishingizni xohlaydi ego yana. Jamoada eng zo'ri bo'lsangiz, siz orqasidan qo'yaverasiz jamoangiz hammasi. Bu etapda siz bu yerda egodan voz kechishingiz, qiynashingiz kerak egoni. Endi jamoa sizdan yaxshiroq bo'lishi kerak-da. Bu qiynaydi sizni. O'zi tadbirkorning maqsadi ham mana shu, to'g'rimi? O'zidan yaxshi bilgan bir ko'nikma egasini topib, uni ishga jalb qilish. Deb o'ylaydi ko'pchilik, lekin qilmaydi bu narsani. O'zim ham qiynalganman shu narsada. Chunki o'zingizdan zo'r bilan ishlasangiz boshqara olmaysiz-ku uni. Aql o'rgatadi. Aqlga qiladi-da. Asli yoqmaydi, boy egoingiz yoqmaydi-yu. Bittasi keldi, masalan, siz tadbirkorsiz, aytaylik oyiga 10 ming topasiz deb, bittasi keldi, $1000 oylik berasiz deb kelyapti-da, siz bunaqa noto'g'ri qilgansiz, xato qilgansiz-da. Sen kimsan deysiz-da, ichingizdan. Men tadbirkorman, mana shu narsani qilganman, nima aqlingda qolsan degiz keladi ichingizda. Bu narsa yoqmaydi ko'pchilik. Shuning uchun ko'p meni bizani o'sha o'rta bizneslikdan haqida aytaman, katta biznes emas. O'rta bizneslikning asosiy muammosi bu o'sha o'zini ego sababli o'zidan pastroq xodimlar ish olishadi. Ya'ni boshqara oladigan xodimlarni. Chunki egosi bor, mutaxassis olsa, uni boshqarib qo'yish mumkin-da. Qo'rqishadi shundan. Ba'zi paytlarda mana shu ego ham yordam beradi demak, misol uchun individual o'sayotganda yordam beradi, lekin jamoaviy rolga kelganda bu sal orqaga tortib qo'yishi mumkin. Men sportda ham aytaman bu narsani. Masalan, Yigina Borsular bor, birga-bir ishlagan. Masalan, boksda, karateda, taekvondoda egosiz yordam beradi-da. Yutqizmaslik hissini beradi-da sizga. Siz xohlamaysiz-da, egoingizni, mana shu egoingiz sabab siz eng kuchli bo'lishingiz mumkin-da. Lekin futbolda yoki voleybolda siz egoingiz sizni hech narsa qilmaydi, bor tablaq tashlaysiz. Shuning uchun jamoaviy o'yinda, jamoaviy ishlarda ego sizni yomon qiladi. Men hali shuning uchun bizda bundoq qarangda, o'zbek sportiga. Nimaga biz yakka kurashda zo'rmiz? Boksda bor bosib tashlashadi bo'ldi. Boksda, shaxmatda ham meni, to'g'rimi? Hamma tomondan zo'rmiz-da. Nimaga jamoaviy o'yindan zo'r emasmiz deymiz? Men jahon chempionati chiqdik, xudo ursin, chiqib oldik-ku. Bu uchun alohida rahmat. Ne shu bakcham bo'lmagan desangiz, biz yakka kurashda zo'rmiz. Birga-birda, chunki egoimiz bor-da. Nimaga devorasiz-da? Nimaga men bo'lishim kerak devorasiz-da? Lekin jamoaviy o'yinda siz egodan voz kechishingiz kerak. Hech qaysi komandadan ko'rmadim. Masalan, PSG men futbolni ko'p yaxshi ko'raman. PSG komandasi zo'r anaqani yig'ib oldi. Hamma egodan yig'ib oldi. Neymar, Messi, Mbappedan yig'ib oldi. Bo'lamadi Champions League. Hozir hech kim yo'q. Neymar ham yo'q, Messi ham yo'q, Mbappe ham yo'q, Champions League yutdi. Nimaga aytsangiz, o'zi o'rta miyoni komandalar zo'r tayinlanadi, chunki unda ego yo'q-da. Sizlar o'tgan yili mana Bayer degan komanda bor, Germaniyadagi chempion bo'ldi. Yo'q joyda. Nima deysiz, o'rta miyoni, lekin hammasi ham yulduz o'yinchisi yo'q-da, egosi yo'q o'yinchilar bilan zo'r o'ynashdi. Bu narsa sizga nima beradi desangiz, jamoaviy o'yinda egosiz ishlash juda ham muhim. Lekin bitta o'yingiz bo'lsangiz, egosiz eng cho'qqa olib chiqish mumkin. Menimcha PSJning prezidenti ham tushundi. Pul bilan hal qila olmaymiz bu narsani. Men aytarim, ego bilan hal qila olmaysizlar yo'q dedi. Menimcha shu talant yig'ishimiz kerak oldin deb. Tizim ishlash kerak-da, bu tizimli o'yin. Masalan, Manchester Uniteddan xuddi shunaqada, qarang, Alex Ferguson ketgandan beri tizim yo'q, ya'ni eng zo'r o'yinchilar o'tdi. Lekin bo'lmayapti-yu, bo'lmayapti. Qanaqa sotib olmayapti pul bilan. Shuning uchun tizim bo'lishi kerak. O'rta miyoni komanda yutib qo'ysa bo'ladi. Masalan, Leicester, men esimda bor, 2013-yil chempion bo'lgani, 2016 bitta ham normal o'yinchisi yo'q edi. O'sha paytda eng zo'r o'yinchilar paydo bo'ldi ularda. Tarqatib yubordi yani. Shuning uchun men o'ylayman, tizim degan joyda zvezdichkalar, egolar ishlamaydi. Biznes egasi umumiy xulosa qilib aytayotgan bo'lsak, kengayishda agar keyingi etapga o'tmoqchi bo'lsa, egodan biroz qisish kerak o'zini. Anaqa narsa, krasavchik degan so'z kerak emas, unga bo'lish kerak. Masalan, men jamoaga ishlayotgan paytimda oldin o'rganib qo'yaman-da, hamma joyda eng zo'ri bo'lishi, sotuvda, biznes, masalan, top menejmentda o'tirgan paytimda men kirmasam maylimi derdim-da, baribir hamisha qilib qo'yganman-ku derdim. Shunaqa darajada bo'lganda, ya'ni ego meni shunaqa qilardi. Baribir hamisha ijod qilganman, baribir gapirmaysizlar derdim-da, shunaqa darajada bo'lganman-da. Lekin biznes bo'lgan paytingizda endi shunaqa xodimlaringiz sizni shunaqa tizim qurishingiz kerakki, ya'ni siz o'ta eng krasavchik bo'lish shart emas. Sizni xodimlar eng zo'ri bo'lsin. Masalan, oldin yaqinda o'zimga bitta xodim aytdi-da, "Aka, men o'rganib qo'yaman bunaqa e'tirof olishga, lekin hozir shogirdlarim ish qilsa jahlim chiqadi" dedi. Shogirdlarim mendan yaxshi bo'lsa aytaman, o'zim mohiyat shunday-ku, shogirdlaringizning muvaffaqiyati bu sizning muvaffaqiyatingizda. Masalan, hozir bizning boksyorlarning muvaffaqiyati boksyorga emas-da, trenerning muvaffaqiyatida. Trener o'sha o'zi bunaqamiz, bizning trenerlar eng chempion bo'lmaganda, lekin uning shogirdlari trener bo'ldi-yu. Sizning shogirdlaringiz yoki sizning xodimlaringiz eng zo'ri bo'lishi bu sizga o'zi foydada. O'sha yerda mazza qilishingiz kerak. Ya'ni bu egoning ikkinchi etapi, siz o'zingiz natijangiz emas, birov natijasiga ko'ra xursand bo'la olishingiz kerak. Egoning eng yo'qolgan payti, eng oddiysi bu
ota bo'lganingizdan keyin farzandingiz natijasidan faxrlanasiz-ku. Bu tadbirkor shunaqa bo'lishi kerak-da. Ya'ni o'zingiz natijasi emas, balki xodimlaringiz natijasi bilan, shogird natijasi bilan faxrlanish boshlaysiz, o'shanda egoga qolish boshlaydi. Oldingi suhbatimizda bitta yaxshi gap eslab qoldim. Tadbirkor va biznes egasi asosiy maqsadi nima? Xodimlarni jalb qilishda, xodimlarni ishga olishda. Bu bitta maqsad ortidan ularni ham ergashtira olish. Ya'ni agar men xodimimning hayotini o'zgartira olsam, u menga ishonadi degan. Alisher aka gap. Agar men shunchaki misol uchun 1 million beraman, mana shu ish qilishing kerak, tamom bo'ldi desam, ularga demotivatsiya bo'lib qoladi. Ya'ni shunchaki pulga ishlab ketishi mumkin deb aytgandek bo'ladi. 100% qo'shilaman shu gapga. Men talqinam shunday qaror, sal boshqaroq deb aytaman so'zlar bilan. Qarang, siz hech qachon menga ishlasangiz, hech qachon mening maqsadim uchun bormaysiz, ishlamaysiz. Siz o'zingizning maqsadingiz bor-da va siz o'zingizning maqsadga chiqish xohlaysiz. Masalan, uy olmoqchisiz, uylanmoqchisiz, bu sizning maqsadingiz. Endi meni biznesimda siz o'zingizning maqsadingizga yeta olsangiz, men bilan ko'proq qolasiz. Shuning uchun men xodimlarimni maqsadini so'rayman-da, qayerqachon boraman sen bilan deyman-da. Qayerqachon boraman? Keyin masalan, aniq so'radim, nima qilmoqchiman? Uy olmoqchiman debdi. Necha yil desam, 2 yilda. Zo'r. Keyin masalan o'tirib roadmap chizamiz. Men bilan ishlasang, nima ishlarni qilsang uy olishing mumkin. Men u bilan uy olguncha bilaman. Agar o'sha payt uy olgandan keyin yeni maqsadlar paydo bo'lsa, unda yeni bil deymiz. Agar u joy to'xtab bo'ldim, uy bo'ldi, rahmat, komfort zonamdaman degan bo'lsa, o'sha to'xtaymiz. Как avtobus to'xtaydi, odam tushib turadi. Shuning uchun biznesda odam kirib chiqishi bu normal holat. Lekin biz hech kim bizga so'z bermaydi deb, siz ishxonangizda pensiya chiqamanman demaydi hech kim. Hamma maqsad etish kerak. Kimdir maqsadi uylangungacha, kimdir maqsadi ev tikgungacha, kimdir maqsadi uy olgungacha bo'lishi mumkin. Bu yog'i passivniy ishlash boshlaydi, ya'ni yonmaydi. Shuning uchun men aytaman, tadbirkor nima qilamiz va filial ochamiz deydi. Hech kimga qiziqmas, nechta filial ochishingiz. Hech kimga qiziqmas siz. Uni o'z maqsadi bor. Uni hayot qanaqa o'zgaradi? O'sha filial ochilgan paytda. Uni hayoti o'zgarsa, demak sizning maqsadingiz bilan uni maqsad birlashishi kerak. Mana shu yerda o'sish bo'ladi. Va o'sha Alisher gaplar 100% qo'shilaman, faqat maqsadlarni birlashtira olish kerak. Men aytaylik, bu yil 100 ming dollar topmoqchiman. 100 ming dollar topmoqchiman. O'zimga masalan so'z beryapman, 100 ming dollar sof foyda topmoqchiman. Masalan aytaman. Men bitta xodim bor, o'sha eng yaqin xodim aytaman-da, "Sen nima xohlaysan? Bu yil mashina olmoqchiman." "Nima mashina olmoqchisan?" Aytaylik, "Monza olmoqchiman." Bu 18 ming dollar degan. Zo'r. Men ham ishlarni qilasam, menga natija bo'ladi. Masalan, Monza olib beraman. U o'sha ishlar qilinsa, siz 100 ming chiqishingizni bilasiz. Ko'rdingizmi? Maqsadlar birlashdi. Siz 100 ming erishsangiz, u Monzasiga erishdi. Lekin riskda sizda ko'proq, lekin u o'sha ishlarni qilgan yarasha nima natija olishini biladi. Va keyingi yil endi Monza oldi. Endi nima senda maqsad? Maqsad pastroq bo'lgan bo'lsa, unda siz yetmaydi. Ya'ni aytasiz, masalan, uni muhim vazifaga qo'ymaysiz. Muhim vazifa yana ko'proq xohlayotgan odamni qo'yasiz. Ko'proq mas'uliyat berasiz-da. Xohishga unda ham. Demak, o'rtada linkni bog'lab qo'ygansiz. Xuddi shu. Mana shu narsa eng muhimda. Bu yerda mana shu tizim ishlaydi. Menda masalan bizning ishxonamizda men qaysidir etaplarda masalan aktyorman oddiy. Aytaman bolalarga, sizlar bizda prodyuserlar bilan ishlayotgan paytimizda ishxonamizda syomka tushishim kerak, to'g'rimi? Men o'ta biznes egasi emasman deyman. Sen nima desang o'shani qilaman deyman. Nima sen aytasan men qilaman. Men o'ta aktyorman va bunga pul olaman deyman. Deb o'sha paytda men biznes egasiman, shunaqa biznes egasi, men gapirmayman deydi. Men to'g'ri kelmaydi menga deydi. Okey, siz bu yerda biznes egasi emassiz bu yerda. Bu yerda siz aktyorsiz, o'zingiz boshqa olib kelasiz. Nervim tegmay degan darajada. Shuning uchun shapkani to'g'rilab olishingiz kerak. Siz biznes egasiz deganda ishxonangizda qaysidir lavozimda ishlayapsiz degan. Ko'pchilik o'rta biznes shunaqada, ya'ni bo'ldi asoschi bo'lib ishlab qolmaydi-yu, prinsipida. U direktor oyligini olishi mumkin, marketing oyligini olishi mumkin, sotuvchining oyligini olishi mumkin, lekin mas'uliyatlarni oladi o'sha paytda. Menda xodimlarga aytaman, qaysi proyektda men sen xodimingman deyman, meni ishlat deyman. Men ishlatsang, men ishlab beraman sen uchun deyman. Lekin chunki men konsultantman, ya'ni ishxonada ham proyekt olingan paytida bizda project managerlar ishlaydi. Men konsultantman. Men sen qo'yni ishlayman deyman. Sen bu proyektga mas'ulsan, meni ishlatishing kerak. Qaysi joyga yordam kerak bo'lsa. Xodimlarni o'qitish kerak bo'ladi. Eng ko'p skill menda bo'lgani uchun sen meni anaqamni grafik qo'yib berasan menga, men o'qitasan, men o'qitib beraman xodimlaringni deb aytaman. Bu yerda nima desangiz, u fikrlashdan boshlashadi. O'zi B2B loyihalarda project managerning to'rtta lavozimi yo'q. Ham direktor ishlat oladi kerak bo'lsa. Menda shunaqa narsa bo'lgan. KFCda ishlayotgan paytimda, KFC shunaqa qonun qoidalar bor edi, juda zo'r standartlar o'rganganman. Siz ulgurmayotgan paytingizda direktorga ish buyura olasiz. Free ishlayapman, ulgurmayotgan paytingizda, masalan, kartoshka free ishlayapman, free xaltingda qolmabdi. Lekin men free qo'yiraman hozirda. Direktor chiqib qoldi, free olib kelib bering deyman. U men yo'q deya olmaydi, haqqi yo'q deyish. Yo'q, o'zing qilmasan, sen kimsan desa, bo'ldi, okey deyman, tepasiga olib yozishim mumkinmi? Men odam men shunaqa qiynayotgan paytda yordam bermadi. Xo'p deb qilayotganingiz. Xuddi shogirdingizga qiladi. Nima qilgan deydi. Direktor. Qarang, o'sha shkolani olganim uchun men uni normal qabul qilaman, lekin bizning tadbirkorlar ko'plari nima ish yuryaptimi deydi. Men o'zim masalan menda ishxonamda pergovor bo'lyapti, xodim yo'q, lekin bizda mijozga choy qo'yish kerak.
Men choy qo'yish men uchun normalda. Ya'ni bu o'zimning mijozim emas. Masalan, bu yerda siz o'tiribsiz, siz hozir mijoz keldi, men ishxonada boshqa yo'l ko'raman. Men choy olib kelib beraman sizlarga. Tamam, yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchilik yo'qmi so'rayman. Balki meni tanimas, balki tanir. Lekin bu yoqda butun ishxona uchun mas'uliyat menda-ku baribir. Bu yoqda siz men rahbarman, men unaqaman deyishingiz kerak emas-da. Ko'pincha o'sha bizda korona kiyib olamiz deb boshimizga. Men rahbarman. Rahbarsiz, rahbar degan lavozim bor, direktor. Yana qanaqadir lavozimda ishlayapsiz-da. Собственник deymiz, o'sha biznes egasi bo'lsangiz, qachonki ishxonangiz to'liq siz ishlay olsa, unda chiqib ketasiz-da, unda rahbarman etasiz. Undan faqat direktor bilan ishlay olasiz, direktor bilan, boshqa bilan ishlay olmaysiz. Chunki asamatilda, to'g'ri o'sha biznes asoschilar ko'proq direktorlar bilan ishlaydi bo'ldi. Qolgan pastki odamlar ishlash kerak emas u. Taqtoq qo'yish mumkin. Umumiy kibrdan qisish kerak. Ha, umumiy kibrdan qisish kerak. Mana kibr bilan to'xtatdi. Xodimlar haqida yaxshi gap ochdingiz. KPI tizimini misol uchun kichik tadbirkorchiliklarga joriy etish har doim ham foyda olib keladimi yoki ba'zi paytlarda shunaqa istisno holatlar bormi? KPI tizimini joriy qilmaslik. Hozir KPI tizimiga o'zi nimaligini tadbirkorlarimizga ham aytib o'tsak, zo'r. Rakras kecha bitta zo'r keys bo'ldi oldimda, o'sha men tushuntirib bersam zo'r. Qurilish sohasida ishlayotgan rublar kelishdi oldimga. Aytishdi, biz fiks oylik olamiz, rahbarlarimiz KPI bermayapti. Keyin aytdim, rahbarlar sovetskiy odamlarmiz dedim, sразу. Sam ha dedi. Sen ishlayvergan premiya yozib beraman derkan. Esingizda bo'lsa, o'sha sovetskiy tizimda premiya bo'lardi. Sen ishlayvergan, subyektiv-da bu, men unaqa qarang premiya yozib beraman senga deydi. Bir premiya berishadi bu yerda, bir berishadi, yaxshi berishadi. Lekin biz bilmaymiz nimaga qarab olganimizni deydi premiya. Masalan, siz bosib ishladingiz-da, rahbar kayfiyat olmadi. Bir kun chiqmay qoldingiz, nuqurdan ishlayapti, premiya bermadi sizga. Lekin keyingi oy oddiyroq ishlatdingizda, ya'ni bosmayapti deydi, jahl chiqib ishlatdingiz, premiya tushib qoldi sizga. Voy, tushunasiz, bu ishlamasa ham topsa bo'lar ekan sizda. Keyin topdi. Men aytdim, rahbar olib kelmadinglarmi desam, yo'q, olib kelolmadik. Keyin sar olib kelamiz deydi. Ko'pincha bizni xodimlarga bersak, u taltayib ketadi. Yoki ishlamaydi ertaga, bo'chib qoladi deb o'ylaymiz-da. KPI nima? Bu raqamlar degan. Siz qanaqadir natijaga chiqsangiz, ko'proq pul topishingiz mumkin. Masalan, bizda kameraga aytaman, O'zbekistonda davlat tizimlarida eng katta KPI nima bilasizmi? Bu poraxo'rlik. Ya'ni siz fiks oylik olasiz, tam 5 million, 10 million pul olasizda, lekin KPI'ingiz levidan. Oldin sovetskiy tizimda sizda bo'lsa levi degan narsa bo'lardi. Levisi bormi, ishchi deyishardi. Hozir levi yo'q, pravi bor, KPI'lar bor. Siz ishxon biznesga natija olib kelasiz va bu uchun pul olasiz. Bu normal, ya'ni bu HRda ham bor, bu sotuvda, marketing hamma joyda bor. Ya'ni siz qo'shimcha qiymat olib kelasiz, o'shandan pul olasiz. Bu tadbirkorlikning ishi shu-da, masalan, siz o'zingiz pul olib kela olmaysiz-ku. Masalan, sizga pul olib kelishadi, siz bo'lib hammaga berasiz o'sha pulni. Ya'ni u vazifa o'zi shu bizda. Ya'ni KPI siz ishlash, bu degani pul olib kelaveraring, men rasamatlab beraman hammangga o'zimcha. Subyektiv baholarga qarabdi va bu yerda ko'tarmaymiz. Va o'sha bizda o'sha davlat tizimida eng katta bo'lgan muammolar ham ko'proq o'sha KPIlar qo'yilmasligida, o'lchamasligida deb o'ylayman. Masalan, siz bilan ishlayapmiz, men aytaman, sizga KPI qo'ydim. Bir oyda 20 ta prodaja qilishingiz kerak. 20 ta prodaja qilsangiz, $3000 bonusingiz bor deyman. Endi siz levi qilishni, o'g'irlik qilishni o'ylamaysiz hech qatdan. Siz o'ylaysiz, men 20 ta prodaja qilsam $3000 bonus olar ekanman. Bo'ldi, men $3000 beraman. Hozir raqamni prosta aytilyapti, endi raqamni aytilyapti. Ya'ni $3000 berishim kerak degan narsa yo'q hech qatda. 20 ta prodaja qilsa, balki 2 million qo'shib berasiz, balki 3 million qo'shib berasiz. Hisob-kitobingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Bu degani KPI siz ishlash qanaqa bilasizmi? Hozir chiqamiz siz bilan, yuguramiz ko'chaga chiqib. Yuguramiz, men siz ko'proq sport bilan shug'ullanasiz, yugurasiz, men charchab qolaman o'rtada. Ha, bo'ldi, to'xtadim deyman. Bu degani bizda KPI yo'q-da. KPI qo'yilsa-chi, 1 kilometr yugurasan desa-chi, bizni to'g'ri taqsimimiz kuchimizdan, to'g'rimi? Boshida tez yurmaymiz, sekin yurishni boshlaymiz, finish qo'yib tezlashamiz, to'g'rimi? Bu KPI bor bizda, 1 kilometr degan. Tadbirkor KPI qo'ymasa, hammani yurishni qo'yaveradi-da, yurgancha yuradi hamma. O'rtada men charchadim deb to'xtab tushib qolishadi bir xilda. KPI bo'lmasa, biz kuchlarimizni to'g'ri taqsimlab, o'sha maqsad uchun yuramiz. Ko'proq sportga moslashamiz, chunki sportda raqamlar bor-da. Bizda biznesda raqam bo'lmagani uchun, keyslar sportga tortib turadi menda. Bu qaysidir ma'noda xodimlarni motivatsiya qilishga ham yordam berar ekan, KPI tizimini qo'yish. Albatta. Ba'zi tadbirkorlar bormi shuni noto'g'ri joriy qilayotgan KPI tizimini? Misol uchun siz oldingizga ham mana shu problem bilan kelishadi. Hozir KPI tizimini qo'ydim, lekin shu yerda natija yo'q va bolalar yaxshi ishlashmayapti deb. Shunaqa ham problem bo'lgan. Eng ko'p shu muammo o'zi bizda, chunki endi tadbirkorlar treningga borishadi, KPI eshitishadi, borib sirasiz KPI joriy qilib borishadi. KPIlar hisob-kitoblarsiz joriy qilib bo'lmaydi umuman-da. Masalan, nima bo'ladi? Shahzodaga har sotganingizga 1% dan beraman deydi. Endi qarang, sizda bir oylik o'zingizning xarajatlaringiz bor-da. Masalan, bir oyda $1000 topsangiz yetadi.
mana sizga bir dona prodajangizni o'zi $5 to'lash mumkin sizga. Bu degan bir oyda o'zi fiksiyangiz $500, bitta prodaja qilsa yetadi. Endi men KPI joriy qildimda bitta ikkita sotyapti deydi. Bitta ikkita sotyapti deydi. Men aytaman, qanaqa joriy qildi desam, shu sotgani 1%. Wow, zo'r dedim. Plan qo'ymadingizmi dedim. Endi reja qo'ymadingizmi unga? Nechta sotishing kerak? Va ana 1% o'zi yaryaptimi nima? Siz bitta sotingizdan 1% olasiz, 10 sotingizdan 1% olasiz. Men nima deyman? Siz fiksiya olasiz Shahzod aka. Siz fiksiyangizni oqlashingiz uchun birinchi 3 ta prodaja qilishingiz kerak. Chunki fiksiya oqlanadi shunda. Va ana endi 5-chi yoki 4-chi prodajadan boshlab shu 3 ta hammasi pul to'layman deyman 1% dan. Endi aytaman 10 ta qilsangiz deyman 2% dan to'layman hammasiga. Endi qarang sizda yo'l borda birinchi 3 dan sotishingiz kerak по-любому. Nima uchun? Fiksiya oqlanishi kerak. 4-chidan boshlab pul olishni boshlaysiz. Keyingisi 10-chisiga kelganda sizni foizi 2 barobar o'sadi. Bir emas 2% hammasiga. 9-chi 10-chisiga emas hammasiga 10 ta sotganingizda 2% olasiz. Bu siz уже ko'proq o'ylashni boshlaysiz-da. 10 tagacha yugura olasizda. Boshida bitta sotayotgan bola 10 sotyapti endi. Nimaga desangiz, unga plan qo'yib berildi. Boyagi narsaga qaytaman, agar reja qo'ymasangiz, hammani o'zini rejasi bilan ishlaydi-da. Masalan, siz bir oyda $1000 topsangiz yetadi. Biznesga sotuvchilar kamida 2000 topish kerak. Nimaga desangiz, ko'proq sotuv qilish kerak, 2000 oylik olish kerak edi. Sizga reja qo'ymasam, siz o'zingiz rejangiz bilan ishlayman men. Chunki siz $1000 topganingizda to'xtaysiz o'sha. Demak, bitta rahbar KPI'ni qo'yayotganda ma'lum bir maqsad qo'yib, vazifa berish kerak. Albatta, to'g'rimi? Prosta KPI bor, natijaga ishlasanglar bo'ldi desa bo'lmaydi bu. Shunaqa. O'sha natijaga ishlash deganda hamma natijasi har xil-da. Siz 100 metr tez yurishingiz mumkin, lekin biz 1 kilometr yurishimiz kerak bo'lsa, 100 metrdan keyin siz o'chib qolasiz. Biz 1 kilometr yurishimiz uchun KPI'lar to'g'ri qo'yilishi kerak-da. Reja bo'lishi kerak va reja asoslanishi kerak raqamdagi, moliyaga asoslanishi kerak. Biz borib spontanni KPI qo'yib yuboramiz-da, keyin ishlayib yuramiz. KPI degan kitob bor o'zi. Odamlar KPI qo'yish bu eng qiyin narsalar-da. Bitta Amerikada bitta korxona bor. Ismi esimdan chiqib qoladi nuqul. Aviakompaniya bu. Shu korxonani, shu samolyot qo'nadi-ku, yarim soatdan keyin zapravka qilib uchib o'tar ekan. Yarim soatdan keyin. Nimaga desangiz, bu yerda KPI shunaqa qo'yilganki, samolyot havoda bo'lishi kerak faqat. Samolyot nima? Havoda bo'lishi kerak. Havoda bo'lishi kerak. Havoda. Nimaga? Agar samolyot havoda bo'lsa, yana pul olib keladi sizga. Yerda tursa zarar. Birinchidan parkovka to'laysiz. Xodimni ishlamasa ham pul to'laysiz, oylik to'laysiz, to'g'rimi? Havoda bo'lgan paytda hamma xizmat qiladi. Pilot ham xizmat qiladi, styuardessalar ham hamma xizmat qiladi va samolyot faqat pul topadi. Shuning uchun marketingologlar tezroq sotish. Unaqalarga styuardessalar tezroq уборка qilish, unaqani tushdingiz, tez уборка qildingiz. Pilotlar tezroq dam olib, tezroq qaytishi, hamma tezlikka qo'yilgan. Faqat shu korxonada shunaqa ekan. Yarim soat uchib yurar samolyotni. Bizning samolyotlar qo'nadi, bir hafta yotadi. Parkovka pul to'laydi, xodimlar ishlamasa pul olaveradi. Ya'ni KPI tezlikka qo'yilgan hammaga va butun sistema tezlik uchun ishlaydi. O'sha kompaniyada. Shuning uchun KPI qanaqa muhimligi? Bu endi KPI ni har bir tadbirkor, ya'ni biznes egasiga o'rgatish kerakmi yoki tadbirkor shunaqa KPI mutaxassisini olib kelib kompaniyaga joriy etish kerakmi? Shuni biladiganlar. Hammani kuchli taraflari har xil. Masalan, bizning ko'p tadbirkorlar duh ko'pda, ya'ni boshlashdan qo'rqmaydi tadbirkorlar. Ular boshlashgan, agar bu skilllar bo'lsa-da, o'sha raqamlarni yaxshi chiqishsa, moliyani yaxshi tushunsa, xodimlarni EQ deymiz, hissiy energiyasini tushunsa, unda KPI qo'yish oson. Masalan, finans KPI qo'yib beradi-da. Finans ko'p KPI qo'yib beradi, men ishlamaydi deyman. Nimaga? Sizlar EQ ni hisoblamayapsizlar deyman-da. Hissiy, masalan, siz yozib chiqib 10 kilometr yursangiz, plan qo'yib bersam, yurasiz 10 kilometr? Yura olmaysiz-da. Uni sotuvchi biladi-ku. Ishlamaydi KPIlar. Shuning uchun bu yerda EQ sida bo'lish kerak, ya'ni hissiy naqa bo'lish kerak, baholash bo'lish kerak, matematik bo'lish kerak, boy finans va uchinchisi hammani rejasi bir xil bo'lishi kerak. 3 ta biznes egasining rejasi, raqamni to'g'ri bo'lishi kerak va his qilishingiz kerak, feeling bo'lishi kerak, что xodimlar his qilishingiz kerak. Bu unga motivatsiya beradimi, bermaydimi? Bermasa ishlamaydi u KPIlar. Sizlar bittasi aytibdi, kecha Sarvar aka, biz hozir 10 milliard savdo qilyapmiz bir oyda. Agar tadbirkor 40 milliard qilsalaring oyiga, hammaga mashina beraman deb aytdilar. Просто yo'l deb qo'ymayaptilar dedim. 4 barobar qarang, 10 milliarddan 40 milliardgacha. Hech qanaqa yo'l marketing budjet berilmaydi, yo'q, просто qilsalaring mashina beraman dedilar. Просто yo'q deb qo'yinglar. Yo'q deyishdi-ku. Yoshligimda birinchi sinf chiqqan paytimda to'dam aytdilar-da. 6 bitirsang, mashina beraman dedilar. Men aytibdi 6 bitirsang. O'rtada to'dam o'tib ketdi lo'slari, lekin 6 ham ketdi-da o'rtada javozi. 6 narsa o'zi yo'q-da. Ya'ni просто yo'q deb qo'ying dedi degandek bo'lganman-da o'zim yoshligim. Shuning uchun agar siz KPI ga o'zingizcha qo'yib ko'rmoqchi bo'lsangiz va bu xato bo'lsa, butun korxonangiz barbod bo'lishi mumkin. Bitta keys aytib beraman, barbodligi haqida. Men buni eshitgan bo'lsangiz kerak.
bir necha yil oldin bundan, bir necha 10 yil oldin Hindistonda ilonlar ko'payib ketib qoladi. Eshitganmisiz? Yo'q. Kobra ilonlar ko'payib ketadi va turistlar bormay qo'yadi Hindistonga, qo'rqib qolishadi. Shundan keyin o'sha Hindistonda o'sha KPI bo'yicha mutaxassis, o'sha davlat arbobi aytishadi, har bitta kalla olingan ilonga pul beraman deyshadi. Har bitta kalla olingan ilonga. Oradan bir yilcha o'tadi, ilonlarning soni 4 barobar oshib ketadi. Nimaga desangiz, ko'pchilik uyda ilon o'zi boqib, kallasini olib ketaveradi. Uyda ilon boqishadi, KPI noto'g'ri qo'yilsa, endi qanaqa tanazzul olib kelishi mumkin? Davlatda. Shundan keyin uni bilib qolishadi, uni admin qilishadi. Admin qilishgandan keyin hamma dash ilonni o'ldirishga erinadi, qo'yib yuborishadi ko'chaga ilonlarni. Uyda boqayotgan ilonlarni. Shunda 4 barobar oshib ketadi ilonlarning soni. Qanday noto'g'ri qo'ygan KPI qachon olib kelishi mumkin siz? Noto'g'ri qo'yilgan tizim ham yaxshi narsa bilan tugamaydi. Boeing 747 edi menimcha adashmasam, o'sha yerda o'sha tizim noto'g'ri ishlagan, ya'ni обратный связь deymiz, biz feedback tizimi ishlamagan uchun masalan nima bo'lgan? Tekshirish bor deyiladi, masalan siz tekshirasiz, sizdan keyingi odam sizni ishni tekshirish kerak. Shunaqa bo'lgan, masalan men ishimni keyingi odam tekshiradi degan aytmaganman sizga, xato borligini. Va ikkinchi odam bu bar tekshiradi deb, u ham tekshirmasdan qaramagan bu narsani. Mana shu sababli nosozlik sabab 1000 kishi o'lgandi. Ya'ni qarang, tizimda bir tekshirish tizimi ishlamagani uchun bu 1000 ta odamni o'lmay olib kelgan. Bu o'sha qarang tizimni qanaqa noto'g'riligi. Endi 3-chi odam bo'lganda-chi o'rtada. Uni vazifasi faqat tekshirish bo'lsa-chi. Tekshirib, ikki tomonga qo'l qo'ydirib kelsagina to'g'ri bo'lganda-chi. Hozir shunaqa ishlayapti endi o'zi. Ya'ni odam o'lish kerak-da, qanchadir tizim to'g'ri ishlash uchun. Ya'ni qurbonlik bo'lsa, endi biz miyamiz ishlashni boshlaydi. Nima deydi? Xatoni qilish kerak, keyin o'rganish kerak. No, o'sha qoidalar ham doimiy ushlab turish kerak. Masalan, bizda ham yaqinda bittasini ko'chada yomg'irda ballon portlagandan keyin o'sha mashinani o'zi almashtirgan ballonni bitta mashina ko'rmayotgan bosib ketgan odamni. O'zimiz O'zbekistonda bo'lgan voqea. Keyin shundan keyin nima paydo bo'ldi? Nachitka kiyish paydo bo'ldi. Nachitka kiyib oling, mashina nachitka bo'lsa, nachitkani kiyib almashtiringlar mashinani ballonni deb chiqdi-yu qoida. Endi uni tekshirishmayapti endi. Bitta muammo bo'ladi, unga yechim topiladi, lekin uni kontrol qilish, ushlab turish qiyinlashadi. Shuning uchun yechim qo'ygan paytda oldindan hammasini o'ylab yechim qilish kerak deb o'ylayman. Tizim shunaqa narsa. Bu IT da testirovщик degan narsa bor, QA degan soha bor. Buni bilsangiz, sayt paydo bo'ladi-yu, uni vazifasi bizish bo'ladi saytni. Har narsa buzib ko'radi. Biz olsa, u KPI oladi. Biz olmasa, anodam KPI oladi, yasagan odam KPI oladi. Shuning uchun biz sistema qurayotgan paytimizda uni hamma buglarini, ya'ni bo'lishi mumkin muammolarni ko'rishimiz kerak. Masalan, bundan 1 yil oldin menimcha qonun chiqdi bizda ham, gabarit chiroqni yoqib yurishsa mashinalarda. Nechta mashina yonib ketdi. Farlar yonib ketdi-yu, endi o'ylanmaganda ko'p narsasi. O'ylangan bo'lganda bu tizim shunaqada, endi tizim degani siz oldindan hammasini tayyor qilib, keyin ishga tushishingiz kerak-da. Spontanni e'lon qilib, keyin to'g'rilash qiyin-da, chunki bu nechta odam bor uni boshqarayotgan paytda. Necha milliontamiz-da, uni boshqarish qiyinlashadi. Shuning uchun bu tizim siz bitta ishni to'g'rilashingiz va bunga qaytib kelmasligingiz. Bu tizim degan. Xulosa qilib, agar men qayergadir seminargami yoki biron joydan KPI ni o'rganib kelib, tadbirkor sifatida xodimlarga sirazi bugundan boshlab KPI demaslik kerak ekan. Birinchi statistikani, hamma narsani o'rganib chiqib, keyin joriy qilish kerak ekan. O'zi agar masalan hammasini o'zingiz qildingiz ham deydi, mutaxassis chaqirib tekshirib olishingiz kerak bitta. Qanaqa xatolar bo'lishi mumkin oldindan. Endi xavf bo'lishimiz kerak, qanaqa xavflar bo'lishi mumkin. Boya Hindistonda holat bo'lib qolmasligi kerak. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. O'zi qilgani yaxshi ekspert. Biz o'zimiz qassobmiz, hammamizda. O'zim so'raman deydi. Domlaring nima debdi deydi, shunaqa deyshadi-da bizda. Yakka tadbirkorliklarda menimcha o'zimning fikrim, puldan qisishadi. Ya'ni tizimni joriy qilishganda ham aytaylik, ma'lum bir summa tursa, nima qilaman, o'zim qilaman-ku, shuni deb o'ylashadi. Bu fikr ham noto'g'rimi? Misol uchun kengaymoqchi yoki tizimni joriy qilmoqchi bo'lsa, CRM degan narsa bor. Mana shunaqa narsalarni joriy qilishda pulni sarflash, mana maslahat tadbirkorligi. Pulni sarflashdan qo'rqmasligi kerakmi tadbirkorlar? Men O'zbekistonning eng katta muammoni aytaman sizga. Bu men ko'rgan subyektiv bahoyim, bu odamlar o'zini vaqtini narxini bilmasligi. Masalan, siz mobilograf olmaysizda, o'zim qilib tashlayman deysiz. Savol, bitta videoga necha soat vaqt ketadi? 1 soat. 1 soat narxi necha pul turadi? 1 soat o'zingiz ishingizda qilganingizda qancha pul topgan bo'lardingiz deyman-da. Yaqinda tadbirkor ko'rdim, o'zi shofyor ekan biznesida. Ya'ni ishlaydi, qo'lda xodimlar bor, kechqurun o'zi shoferlik qiladi. Men aytdim, aka, kechqurun shoferlik qilish o'rniga yana o'zingizni biznesni rivojlantirish ustida ishlaysiz, qancha pul topaman deb o'ylaysiz? Ya'ni ancha topsam kerak. Nima bo'lsa shoferlik qilasiz? Oling shu narsani bering. Ya'ni o'zi tadbirkorlik bu delegiringda, ya'ni siz topshirishingiz kerak birovga. Hamma ishni olishingiz kerak emas-da. Bu ko'pchilik o'sha vaqtini qadrini, summasini bilmaydi. Men vaqtimni summasini chiqaraman har doim.
Oddiy narsa, bir oyda necha pul topdingiz va necha soat ishladingiz. Bo'lib oling, soatingiz chiqadi, 1 soatlik narxingiz chiqadi. O'sha narxingizdan olayotgan xizmatingiz qimmat bo'lsa, o'zingiz qiling. Agar o'sha narxingizdan olayotgan sumangiz kam bo'lsa, sotib oling. Hozir ham masalan, men oddiy aytaman-da, masalan, tizim olayotgan paytda, masalan, men stolda o'tiribmiz, aka. Stolda o'tiribmiz, stol kimdir biz uchun tayyorlagan. Men sotib olganmiz tayyorini. Qilsak bo'ladi o'zimiz ham. YouTubedan o'rganib, ko'rib, MDF olib, o'zimiz sayqallab, o'zimiz reyga qoqib qilsak bo'ladi-ku. Lekin qilmaymiz, nimaga? Tayyor reshina bor-da biz uchun. Sotib olishimiz kerak. Ko'p tadbirkorlar o'sha ko'proq mahkum narsaga tizim, masalan, HR, tam sotuv, marketing mahkum bo'lgani uchun o'zim qilaman deydi. Yaqin tadbirkorga bersam, targeting kursda o'qiyman deydi. Targeting kursda tadbirkor, 4 ta filiali bor, do'koni bor. Targeting kursda mahkum bo'lsam, targetologlar normal qilolmayapti, shunga o'zim o'qiyman. Zo'r, butun target o'qiyapsiz men dedim. Mana proyekt beraymi sizga dedim, target o'qiyapsiz menga dedim. Shuni gapiraman deb, sotib oling bu narsa. Mayli o'qiyman, o'qishga qarshi emasman. So'rab olish uchun o'qing faqat. O'zim shu ish qilaman, chunki siz narxingiz bor-da, soat narxingiz. Undan voz kechmang. Mana shunday bir muammo bizda. Tushunarli. Demak, Sarvar aka, KPI tizimi haqida xodimlarga to'g'ri tizimni joriy qilish haqida yetarlicha gaplashdik. Boya gaplashayotganimizda sotuvchi uchun kerak bo'ladigan asosiy ko'nikmalar haqida gaplashdik. Ya'ni soft skilllarga ega bo'lishi, shunaqa matematikani ham o'zimiz qo'shib qo'ydik. Intizomli roli qanaqa bu yerda? Siz o'zingizni intizomli odam, intizomli sotuvchiman deb hisoblaysizmi? O'zi ikki xil odamlar bor. 0-1 odamlar va 1-9 odamlar deb aytamiz. 0-1 odamlar bular boshlash yaxshi ko'rgan odamlar. Endi qo'rqmaydi, risk qilish yaxshi ko'radi. Lekin bularning eng katta muammosi intizomli muammosi bo'ladi. Ya'ni bitta ishni doimiy qilishda charchaydi. Charchab qoladi, boshlash yaxshi ko'radi-yu. Boya ham gaplashib, men boshlab beraman dedim-ku. Lekin bitta ishni doim qilish meni qiynaydi, energiyamni juda ko'p olib qo'yadi. Va 1-9 odamlar qanaqasi, ular boshlash qo'rqadigan odamlar. Boshlash qo'rqadi, lekin bitta ishni doimiy qiladi. Masalan, 20 yildan beri buxgalter. 20 yildan beri yoki 25 yildan beri o'qituvchi. Bitta ishni doim qiladi, zerikmaydi va charchamaydi bu ishda. 0-1 odamlar ko'proq tadbirkorlar bo'ladi, sotuvchilar bo'ladi, marketologlar bo'ladi. Ya'ni ular boshidan qo'rqish kerak emas-da. Lekin ularda intizom muammo bo'ladi. Tadbirkorlarning ko'ramiz, hammasi intizom muammosi bor. Hammasida intizom. Chunki shu tadbirkorlik bo'lgandan keyin yechilgan ular, shu boya aytgan misol 12 da 1 da kelishadi. Menda ham shunaqa muammo bo'ladi. Nima deysiz? Lekin men boshidan qo'rqmayman, men boshlab beraman hamma narsani. Risklarni qilish yaxshi ko'raman. Va bu yerda sotuvchilar ham shunaqa bo'lishi kerak-da. Ya'ni u har bitta mijozi u uchun boshlash degani. Bitta ishni doim qilmaydi sotuvchilar. Ya'ni har bitta mijoz yangi kitob u uchun. Va bu ishni qilish uchun 0-1lar eng zo'r sotuvchilar o'zi. Ko'pincha 1-9 xodim olib qo'ysa sotuvga, ularga bitta ishni zo'r qilish emas, doimiy qilish muhimroq-da. Masalan, kuniga 7 ta qo'ng'iroq qiladi, 100 ta qo'ng'iroq qiladi, natija yaxshi emas. 0-1lar 20 ta qo'ng'iroq qiladi kuniga, lekin sotuv qilib ketadi. Shuning uchun men 0-1larni jangchilar deb aytaman, 1-9lar tinchlik sevarlar. Sotuvchi sifatida tinchlik sevarlar yaxshi natija chiqishi qiyin. Qiyinroq. Bo'lishi mumkin, исключение, lekin qiyinroq. 0-1lar tug'ma o'zi bo'ladi, bu talent bo'ladi. Shuning uchun 0-1larda intizom muammosi bor, 1-9da intizom yo'q, lekin 0-1lar risk qila oladi, 1-9da risk qilishi qiyin. Shunaqa yaratilganmiz-da. Men 0-1man, risk qilishni yaxshi ko'raman va har bitta mijozimning individual yondashishim bu menga qo'shimcha xususiyat beradi. 1-9lar hammaga bir xil gapiradi. Va ular bir xilda, ular uchun hamma mijozlar bir xil deb o'ylaydi ko'pincha. Shuning uchun 1-9da zo'r sotuvchilarni juda kam ko'rganman. Bor, juda kam ko'rganman. Lekin 0-1larni ko'rganimni deyarli bir 50% zo'r sotuvchilar. Biz uni farqlamaymiz. Tadbirkorlar 10 ta xodim bor, ikkitasi zo'r deydi. Shu ikkitani o'rganishimiz kerak. Qanaqa xodim u ikkitasi? Arxetiplar, psixotiplar deydi. O'sha o'rganib olsak, unaqa odamlar topsa bo'ladi. Lekin bizda o'sha ikkita xodim zo'r, qolgan 8tasi bir tiyinga qimmat beramiz. Uning 8ta rostdan bir tiyinga xodim olib qo'ygandirmiz boshida filtrlamasdan. Shuning uchun biz hozir o'sha 0-1 xodimlarni ko'proq olamiz, lekin ularni boshqarish qiyin-da. Ular risk qiladi-da, tushunyapsizmi? Kech qolib keladi, riskda bu ham kech qolib kelish, to'g'rimi? Lekin ularga siz bo'g'sangiz yo soat 9ga kelin desangiz, u sotolmay qo'yadi. Shuning uchun sal sotuvchilarga erkinlik berish kerak. Menda ishxonamda qanaqa grafik bor, hammaning o'zining grafiki bor. Aytaman, nechigacha uxlaysan deyman. Soat 10gacha uxlayman. Bo'ldi, ish vaqtiga 11dan 8gacha ishlaysanmi deyman. Bo'ldi deydi. Faqat kech qolib kelmang, o'zing grafikni ishla. 9dan 6 majbur qilmayman ishimni. Bittasi kelib 10dan 7gacha ishlayman deydi. Muammosiz. Bir xil aytadi, soat 12dan 9gacha ishlayman deydi. Muammosiz, o'zing tanla grafik, seni grafiking. Men seni bo'g'ib yurmayman, o'zingning mosini tanlab ol deyman. Chunki o'zim orzu qilaman shunaqa ishlashni. 9dan 6gacha ham ishlash bo'g'ish deyman, chunki ertalab hayotdan nafratlanardim, uyg'onganimda. Shu 8 soat 6da turib kelishingiz kerak bo'lsa nafratlanasiz-da. Shu ham hayotmi, nimaga men o'zimga xom emasman deyman-da. Shuning uchun balki biznes boshlagandirman-da, o'zimga xom bo'lish uchun. Ammo sotuvchilarimga возможность beraman, o'zingga xom, o'zingga bey bo'l, menga farqi yo'q. Menga natija kerak oxirida. Natija qo'yib olsam bo'lmas.
bizda shunaqa KPI'lar bor. kuningizni planni yopsangiz, o'sha paytga yetishingiz mumkin. O'sha paytga yetishingiz mumkin. Masalan, ish vaqtingiz boshlandi, 8 soat ish vaqti ishlaysiz-ku, 3 soatda plan yopib qo'ydingizmi, ketishingiz mumkin. Sotib ol o'zingning vaqtingni xohlasang. Ya'ni sen 5 soat ishlama, 3 soat ishla, natija qilib ber, bizga ketaver. Demak, planni bajarib qo'yib ketishing mumkin. Bu hammamiz xohlaymiz-da, o'zimizni vaqtimizni kontrol qilishni to'g'rimi? Mana ish vaqti rakbutda bizga yana bosim beradi-da, men aytaman. Bizda bosim yo'q. Natija qil, o'zing ishla, muammosiz qil, ket. Sotib ol vaqtingni o'zing. Menimcha xodimlarga juda ko'p qulaylik yaratib qo'yibsiz. Menejerlik qobiliyati ham menimcha yetarlicha bor sizda. Men o'zim nima desangiz, futbol o'ynashdan ko'ra futbol boshqa yaxshi ko'raman. Ya'ni men futbol o'ynash, yaxshi futbol o'ynardim. Men hozir trener. Hamma narsada bu yerda o'zingizni fizik kuchingizni ishlata olmaysiz-da, bu yerda imkoningiz yo'q. Tushib o'ynay olmaysiz futbolda. Lekin endi bolalarni joyini o'zgartirib, ular boshqacha podacha qilib gaplashib ular bilan o'zgartira olasiz o'yinni. Shuning uchun bu faqat futbol trenerligida. Rosa qiziqaman trener bo'lishni futbolda ham. Xodimlaringizga ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. O'ylab ularni. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi narsa o'qib qoldim. O'zi disiplin, ya'ni intizom nima deganda, o'zi asosan intizom deganda nimani tushunasiz degan. Ko'p odam ertalab 7 da turib, har kuni bir xil ish qilib, 2 kunda bir har kuni zalga borib, har doim doimiy ravishda biror narsani o'rganib, mana shuni ko'pchilik mana shuni aytgan. Keyin Alex Harmozni bilasizmi, menimcha? Intizomni o'zi asli professiyangiz bor, qiladigan ishingiz bor. O'sha narsani prosta bajarish bu intizom degan. Agar meni ishlash vaqtim kechqurun soat 1 dan ertalab soat 6 gacha bo'lsa, men ishlayveraman. Ya'ni balansim yo'q degan ma'noda aytganda buni. Lekin har kuni qilaman mana shu ishni. Misol uchun qizlar bilan gaplashma yoki boshqa narsa qilma, uylanma, vaqtli uylanma yoki televizor ko'rma. Ko'p cheklovlar bor-ku, bizda intizom degan mana shuni tushunishadi. Stress har doim. Har bittasini qilsang ham, lekin o'zingga qiladigan ishingni doimiy ravishda qilib kelsang, soat nechida kechqurun bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha intizom degan. Keyin rosa o'ylab qoldim, nimaga men o'zim majburlardim-da intizomli bo'lishga, zalga borishga, boshqa narsa qilishga, har doim misol uchun kitob o'qiyotganda o'zimga plan qo'yib qo'yaman. 11 da o'qishim kerak. Ba'zi paytlar yaxshi o'qirdim, ba'zi paytlar o'qigim kelmasdi umuman. Uni gapidan oldimki, qachonki o'qiging kelsa, zo'r o'qib olishing kerak. Dam olish kerak bo'lsa, dam olishing kerak. Lekin prosta to'xtatib qo'ymasang bo'ldi. Ba'zilarda muammo bor-ku, misol uchun agar olaylik zalga chiqish kerak bo'lsa, doimiy ravishda chiqib kelsa, bitta o'tkazib yuborsa, keyingisiga o'tkazib yuborish ehtimoli yana ko'proq. Bu ham intizom yo'qligidan darak beradi, to'g'ri, lekin bu umumiy ma'noda aytilgan. Misol uchun agar biznes egasimi, boshqami, biznes egasida ko'p eshitganman, intizomli bo'lish kerak deydi. Menimcha biznes egasi hech qanday balansga ega bo'lmagan odam menimcha biznesmen bo'lsa kerak. O'zi ham aytdingiz, misol uchun kechalari nechagacha? 12 gacha eng ko'p ishlaydigan odam menman. Menimcha shu biznesmen hech qanday work life balance bunaqa narsaga ega bo'lmagan inson bo'lsa kerak. Siz ham intizomga shunaqa qaraysizmi yoki sizda ham mana shunaqa fikr yondashuv? Har doim bitta narsani qilishim kerak, ertalab turishim kerak. Hozir bitta gap aytib beraman. Menimcha hammaga qiziqarli bo'lsa kerak mana shu narsa. Boya ikkita odam haqida aytdim-da, 01 lar 19 sanadada. Men 01 odamman. 01 lar intizomlab ish yoqtirmaydi. Ya'ni ular uchun intizom bu siz qo'ygan ishingizda maza qilishingiz. Doimiy qilish. Alex Harmozi 01 odam u ham. U boshlash yaxshi ko'radi va unga ijod qilyapti. Ijod aqlida u. Ijodkorlar emasmi, ularda intizom ham bo'lmaydi. Ijodkor, lekin zo'r ijod qilishadi. Ular o'zini ishini sevib qilishini o'zi ijodda. Shuning uchun biza 01 odamdan intizom so'raymiz. Va ularni bo'g'ishni boshlaymiz. Stressda bu. Masalan, men yaqinda bitta kursda o'qiganimda men aytdim-da, o'zim men intizomsizman dedim. Intizomsizman dedim. Masalan, o'tgan yili 1 yil abonensiya oldim zalga, 10 marta chiqibman, 1 yilda olmadim. Men endi bir marta chiqqanimda har oy bitta bo'lardi, хотя бы. Keyin aytdi-da, men uni intizomsizman, sen nima qilib o'ylayapsan dedi. Masalan, men doim kitob o'qiy olmayman постоянно desam, men o'zingni sen majburlayapsan. Nima stress beryapsan o'zingga? Hamma qanday siz o'zingizni baxtsiz hisoblashingiz kerak emas. Masalan, kuniga har kuni 11 kitob o'qib majburlashingiz o'zingizni baxtsiz hisoblaysiz. Yoqmaydi stress, kimga yoqadi stress? Endi aytadi, sen ideyani qayerdan olasan deyapti. Men podkastlar yoqadi, podkastlar ko'raman, YouTube video yaxshi ko'raman desam, bo'ldi, o'sha yerdan ol, kitob o'qima. Endi hozir bilan podkast ko'ramiz, nechtadan o'ylashamiz, u ham kitobdan olingan manbalar hammasi, to'g'rimi? Biz o'ylaymiz, kitob o'qishimiz shart. Shart yo'q, akalar, shart emas hech narsa.
sizga nima yoqadi deganda bilim olishi ko'pda, treningga borish mumkin, kurslarga borish mumkin, kitob o'qish mumkin, podkast ko'rish mumkin, YouTube ko'rish mumkin. YouTube'da shunaqa tekin ma'lumotlar ko'pki, ya'ni butun o'zi yetmaydi u bilimni olish. Yetmaydi. Menda har kuni kamida 1 soat 2 soat YouTube'da o'tiraman, o'rganaman biror narsa. Menda vizual yoqadi. Odamni ko'rishim, man kitoblarning obzorini ko'raman, chizib beradi kitoblarni. Guchich degan anaqa bor, kim ko'rmagan bo'lsa savet qilib beraman. Chizib ko'rsatib beradi, man eslab qolaman zo'r, konspekt qilib olaman o'zimga. Bu intizomsizlik emas, bu sizga stress bermasligi. Bu zalga chiqib yoqtirmasa chiqmaysiz zalga. Zal chiqyapsiz, yugurishim kerak hozir. O'rtog'im bor, u 1.9 da. Yarim soat yugurishim kerak har kuni. Aytaman, "Saniysan yarim soat" deyman. "Ha, saniyman" deydi. Men yurimiz qilmayapsiz, yarim soat yugurishim kerak degan narsani o'ylashim o'zi yomon-da. Shuning uchun menga aytishdi, "Sarvar dedi, sog'lig'ingni omma bormi?" "Yo'q, sog'lig'im yo'q. Nima uchun zalga chiqmoqchimisan?" "Prosta doim ushlab turishni balans etsam, kuniga o'zi standart bor. 6000, 10000 qadam yurish. Bo'ldi, soatingni taqib olingni, 10000 qadam yur. Kechqurun aylanib kel bo'ldi. Sanga stress bermasin bu narsa." Ya'ni sport bilan shug'ullanmoqchimisiz? Bu stress berish kerak emas. Ya'ni stress degani siz o'zingizni kurashib yashamaysiz o'zingiz bilan. Bu hayotga bir marta kelamiz, biz kurashib yashamaymiz o'zimiz bilan o'zimiz. 1.9 odam uchun bu normalda. Biz prosta solishtirayotgan paytimizda o'zimizni 1.9 odamdan solishtirib qo'yamiz. Siz ham 0.1 ekansiz, men 0.1man. 1.9 bilan solishtirib qo'ysak va 1.9 qo'ygan yuraveramiz deb, masalan, har kuni zalga chiqadi, har kuni bitta ish chiqadi deb, "Vau, nima bu qila oladi" deymiz. Video gapirayotgan odam ko'pincha 1.9 da gapirganmiz. Yo, sen har kuni yurishing kerak, zalga chiqishing kerak, kitob o'qishing kerak. Yo'q, unaqa qilishing kerak degan narsa yo'q. Bu siz bitta narsani doimiy qila olishingiz, bu intizom, boya aytganingizdek. Masalan, men har kuni ishlamasam tura olmayman-da. Bu yakshanba. Yakshanba kuni odatda uyda o'tirsam, men bugun nima ish qildim deyman o'zimga o'zim. O'zi oilammanman-da, lekin nima ish qildim o'zimga deyman-da, keyin post yozishni boshlayman. Kamida 10 ta post yozib qo'yaman-da, keyin hatto bu ish qildim deyman, o'zimga xursandman o'zimdan, qilgan ishimdan-da. Bu bitta ish qilmaslik men uchun intizomsizlik. Masalan, biz yaqinda chet elga ham aylanib chiqdik xodimlar bilan. Har kuni bir ish qilishim kerak-da. O'zi aylanib chiqqanmiz. Lekin kunini tadbirda o'ylayman. Bu ish qilmasam. Intizomda o'zimdan qarasangiz, har kuni ishlaysiz. Uyda aytishadi, ishlamagan kuning bormi deyshadi-da. Men aytaman, Xudo shunday kuch-quvvat bersinki, umrim oxirigacha ham ishlaydi deyman. Umrim shunaqa do'dalar bor, ularning bir xil pensiya chiqib yotishadi-yu. O'zi shunaqa odamlar-da, ular pensiya kutib yashashadi. Men aytaman, shu umrim oxir kunlarigacha ham ishlash nasib qilsin deyman-da. Ishlab, xizmat qilib odamlarga o'tay deyman, chunki bu narsa men uchun ishlamaslik intizomsizlik, men uchun. Bir xilda aytadi, yakshanba kutishadi-da, yakshanba. Menda daylar yo'q-da, men Friday, Saturday, yo'q menda. Menda har kun bir xil, menda har kun ishlash kuni. Faqat yakshanba qayerdan bilaman, uydagilar bugun uyda qoldi deb aytishadi. O'shandan bilaman yakshanba kelganini. Qolgan kunlar menga farqi yo'q. Men bir xil ishlashim kerak, foyda kelishimga jamiyatga, men missiyalarim bor, shu ish qilishim kerak. Bu uchun men uchun intizom. Stress berish kerak emas menga. Masalan, men ertalab bir xil vaqtda uyg'onaman, nimaga? Energiyamni boshqarishim uchun. Ko'pchilik masalan hozir aytishi mumkin, zarvar intizomga qaramaylikmi, bilyamizdan qilaylikmi? Yo'q, qarang, sizga ziyon bo'lib qolishi kerak emas. Ya'ni masalan, soat 11gacha uxlayapsizda, lekin soat kechqurun uxlashga qiynalyapsizmi? Sizni energiyangiz yetib qo'yaptimi? Uni to'g'rilashingiz kerak energiyangiz. Men soat har kuni 7 da uyg'onsam, 7 da uyg'onaman. Bu ham qanday o'zi intizom deyishim mumkin, yo'q, intizom demayman-da. Men energiyamni to'g'ri taqsimlashim kerak. Kunga yetish kerak energiyam. Bir xilda uyg'onadi-da, masalan, soat 11 da uyg'onadi-da va kuni soat 2 da boshlanadi. Charchagan, o'zini hisoblaydi, qiyin, tushib ketish protsessi qiyin. Bu intizomsizlik emas, bu energiyangizni boshqara olmayapsiz degan. Yani vaqtini barkamayapti deydi-yu, o'shada ham qarasa o'zi. Yaqinda mana shu yaxshi ochib qoldingiz. Mana shu mavzuni yaqinda post o'qib qoldim. It's not about time management, it's about energy management dedi. Ya'ni bu uje ertalab 7 da turib, zalga soat 3 da chiqib, ishdan 9 dan 8 gacha. Bu unaqa narsalarga qaramanglar hozir deyapti. Agar muhim ishinglar kerak bo'lsa, misol uchun time managementga emas, energy management, ya'ni energiyani boshqarishga e'tibor beringlar. Bizda zararli odatlar bor, ya'ni chalg'ituvchi odatlar. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda ko'p qolib ketish, ya'ni keraksiz odamlar bilan ko'p gaplash, choyxona degan narsalar bor. Bu energiyani noto'g'ri narsalarga sarflayapsiz degani. Nechida ishlashingizdan qat'iy nazar, qachon ishlashingizdan qat'iy nazar, energiyangizni faqat mana shu ishga qarating degan. Ya'ni qiymat beradigan ishga energiyangizni qarating. Kechasidan ertalabgacha ishlab chiqmaysizmi, nima farqi bor deganda. Mana shu narsani o'zim ham o'ylab ko'rdim. Nimaga men har doim o'zimga tartib qo'yardim. O'zim 11 da uxlab 7 da turishim kerak, 8 soat uxlashim kerak. Keyin bunday o'ylab qarasam, produktivnost, ya'ni samaradorlik tushib ketyapti ishimda. Kechqurun ishlayman-da, chunki har doim. Kechqurun idealik kelishni boshladi. Bilmadim qayerdan keladi. O'zi har bitta odam o'zini qaysi paytda yaxshi ishla olishini aniqlab olish kerak ekan. Keyin energiyamni to'g'ri sarflashni boshladim. Telefonimga qarasam, Instagramda 2 soat, YouTube'da, TikTok'da, ijtimoiy tarmoqlar o'zi bilasiz menimcha.
umuman kirmay qo'yishni boshladim. Ya'ni qiyin bo'ldi boshida ijtimoiy tarmoqlarga kirmaslik, bekorga kirmaslik. O'zi kirsam ham kontent qo'yish uchun kiraman har doim, lekin bitta narsani ko'rib qolasiz, ketdi. Reels ketaveradi, bir soat Ha, bu ichiga olib kirib qo'yadigan narsa o'zini, fokus qilib olib kirib qo'yadigan narsa. Mana shu narsaga ko'proq e'tibor berishni boshladim. Ya'ni soat 9 da mana shu narsani qilishim kerak emas. Qilishim kerak bo'lmagan narsalarni qilmadim va agar qilishingiz kerak bo'lmagan narsani qilsangiz nima bo'lib qoladi? Qilishingiz kerak bo'lgan ishlar qoladi, to'g'rimi? Muhim ishlar qoladi. Ha, o'sha narsaga ko'proq fokus qaratsam, kerakli ishlarimni sirazi tugatib oldim o'sha kun bo'yi. Yaxshi oshdingiz, energiyaga ko'proq e'tibor qaratish kerak ekan, time managementdan ko'ra. Biza vaqtimiz yo'q deymiz-ku, vaqtimiz yo'q emas-da o'zi. Prioritetlarimiz bor bizning. Masalan, hozir menga kimdir telefon qilib Sarvar buni ko'rishaylik desa, men vaqtim yo'q deb aytaman unga. Lekin vaqtim senga yo'q deganda u. To'g'ri? Masalan, men podkastdaman. Men uchun podkast muhim. Lekin hozir telefon jo'nab qoldi, masalan, hozir ko'rsangiz uyimda tez kelgin desa, men podkastga o'chib ketaman. To'g'ri? Men vaqtim yo'q edi lekin prioritetlar o'zgaradi sizda. Shuning uchun hamma vaqtim yo'q deydi, vaqti yo'q emas. Prioritetlar bor. Nima biz uchun muhim degan narsa bor. Muhimlik darajasini qo'yib olsangiz, vaqt topasiz aniq. Chunki bundan o'sha yaqinda bitta narsa o'qib qoldim. Buxoriy yozgan kitoblarini yozish uchun 63 yoshlargacha o'lgan edilar, adashmasam, agar to'g'rilab qo'yasiz. 300 yil vaqt kerak ekan yozish uchun. 300 yil. 300 yil. 63 yilda o'lganlar. 300 yil vaqt kerak ekan 3-kitob yozish uchun. Qayerda shuncha vaqt o'lib bo'lgan. Eng qiziq bizlar bilan bir vaqt bo'lganda, lekin o'sha prioritetlarni to'g'ri qo'ygan deb o'ylayman-da. Masalan, siz ham hozir aytasiz, Instagramdan o'chirib tashladim. Xuddi shunday menda ham. Menda ikkita telefon bor. Bitta telefonda Instagram bor, bitta telefonda yo'q. Bitta telefonda faqat Instagram bor, boshqa narsa yo'q. Tushunasizlar? Men telefonda hamma ishimni bajarsam, uni qo'limda telefon olaman-ku, bilaman Instagram uchun oldim faqat. Tushunasizlar? Menda ham Instagram ijtimoiy tarmoqqa kirganim uchun, ya'ni o'zim ko'rsatib borganim uchun bir xil ideyalar olish uchun kiraman, Instagramga kirmayman emas, lekin qo'limga olaman-ku, bilaman shu Instagram uchun oldim buni, bu telefonni qo'limga. Men bu telefonim ish uchun deyman-da, men bu telefon faqat Instagram uchun deyman. O'zingiz olasiz, menga signal ketdi-da, sen bu telefonni faqat Instagram uchun olasan. Hozir telefoningiz ham Instagram ham hammasi bo'lishi, siz как будто ishlayotgan tuyulasiz o'zingizga o'zingizda. Shuning uchun detoks qilish kerak. Men o'chib tashlaman Instagramlarimni. Eng bitta muhim narsa, butun koinot sizdan energiyani yulib olishga harakat qiladi. Da, mana shu narsa. Boshqa yo'l yo'q-da. Nimaga? Masalan, qarindoshlaringiz, siz atrofingiz hamma energiyangizni olishga harakat qiladida. Shuning uchun siz detoks qilishingiz kerak. Birinchi navbatda yengilliklar. Umuman yengillik o'qimayman. Yomon ko'raman yengillikni o'qishni. Nimaga aytsangiz, hech qaysi yengillikda meni xursand qilgan yengillik yo'q-da hozir. Yengillik xursand qilsam, menga boshqa odam ayta oladi u gap. Anaqa yengillik chiqibdi, ya xursand qilgan ayta oladi. Lekin men Instagramga yoki anaqaga Telegram kanaliga yengillik uchun kirishim, bu umuman anaqa meni xafa qiladi. Masalan, bomba portlashi, zilzila bo'lishi, kimdirlar o'lishi faqat sizga yomon energiya beradi-da va bu kun bo'yi shunaqa o'tadi kuningiz keyin. O'sha narsani o'ylab siqilib yurasiz. Shuning uchun detoks qilganman bu narsani. Men Instagramga faqat o'zimni anaqa Instagram kirishimga o'zim stransiyamga kiraman faqat. Ya'ni kimdir kontent qo'yish uchun yoki kommentlarni o'qib javob qaytarish uchun kiraman, chip etaman. Shu menga anaqa. Chunki oldimmi bilaman, shu vaqtim bekor ketyapti. Shuning uchun boya aytganingizga 100% qo'shilaman. Energiyangizni to'g'ri boshqarsangiz, prioritetlarni to'g'ri qo'ya olsangiz, vaqt menejment sizda problem bo'lmaydi. Bizning vaqtimizdan boshqa vaqt boshqarib bo'lmaydi. O'sha vaqt o'tadi va hozir o'tadi vaqtimiz. Lekin biz vaqtimizni boshqa ishga yo'naltira olamiz. Foydaliroq ishga o'zimiz uchun. To'g'ri. Mana shu narsalar haqida menimcha yoshlar juda ko'p jabr ko'rishadi. Ijtimoiy tarmoqlardan haddan tashqari ko'p sarflash. O'zi bu problema nimadan kelib chiqqan deganda bekorchilikdan degan. Ya'ni nima qilishni bilmaydi insonlar. Endi tadbirkor, ya'ni o'zini ekspert bilmadim qanday bo'lib qo'ygan, lekin o'zim rosa ko'p analiz qilaman-da. Misol uchun, qanaqa bo'lib qoldi mana shu narsa, qanday kirib qoldim, analiz qilishni boshlayman va nimaga men ijtimoiy tarmoqlardan ko'p foydalanyapman, boshqalar ko'p foydalanmayapti. Chunki agar ijtimoiy tarmoqlardan ko'p foydalangan kunim ishim kam bo'lgan kunim. Kam foydalangan kunim band bo'lgan kunim. Demakmi ko'proq band bo'lishim kerak deb o'zimga o'zim analiz qilishni boshladim. Agar sizda ham mana shu ijtimoiy tarmoqlarda jabr ko'rsangiz, o'zingizni nimadir bilan band qilishga harakat qiling har doim. O'zi bekorchidan xudo bezor deydi-ku, o'zidan o'zi emas-da. Masalan, menda yoshligimda ko'p kino ko'rganman-da. Kinoda esingizda bo'lsa, tadbirkorlarning assistentlari bo'lardi. Ularning kundalik grafikini tuzib beradi-yu. O'shani orzu qilgan edim. Meni assistentim bo'ladi, yordamchim bo'ladi. Meni kunlik grafikini tuzib beradi. Hamma ishlarimni, qachon obed qilaman, nima yeyman obedlarimda, hammasini kontrol qilgan odam bo'ladi derdim-da. O'sha qancha zo'r orzu qilsangiz, vizual bo'ladi-da u narsa. Hozir bor menda, 3 ta assistentim bor menda. Kunlik grafikini tuzib berishadi. Men masalan aytaman, qaysidir vaqtda tegmaylar menga deyman, qolgan vaqtga qo'yib tashlaylar deyman. O'sha ishlarimni qo'yib berishadi menga. Grafik bo'yicha yashayman. Menga stress bermaydi bu narsa. Nimaga desangiz, tartib bo'lganini yoqtiraman.
masalan ertalab necha turishim aniq, kimdan qachon ko'rishim aniq. Men bekorchi qolib ketishdan qo'rqaman. Siz aytganingizdek, bekorchi bo'laman-ku, menga stress beradi. Nima ish qolmadi, ne o'rim o'tib ketadi. Chunki boyi soatim bor menda. Pul topmagan soatim bor. Men pul topmayman deb o'ylayveraman. Qo'limga Instagram olgan paytda pul topmayman. Masalan, eng yomon yana stress bu obedga nima yeyman. Nima yeyman obedga degan o'ylashdi. Shuning uchun men aysent bor, obedim xalq qo'yadi. Bir hafta oldin bo'ldi. Işte aytadi, shanba kuni buni yeysiz, dushanba kuni yeysiz, okey, nima yeyishim bo'ladi, bo'ldi. Xalq qo'yadi, men buni o'ylab o'tirmayman. Bu yomon stress beradi sizga. Shuning uchun energiyangizni oladigan narsadan uzoqroq bo'lishingiz kerak. Energiyangizni oladigan insonlardan ham bilish. Shunaqa odamlar bor, kayfiyatingiz buzadi. Faqat yomon gapiradi. O'zi davlat bunaqa, o'zi benzin oshib ketdi, dollar oshib ketdi, gapiradi, energiyangizni oladi-da. Siz energiyangizni oladigan odam emas, energiya beradigan odam yaqinroq bo'lishingiz kerak. Shundoq bo'lsa energiya oboradi butun dunyo sizdan. Uyg'ondingizmi, energiya ketishni boshlaydi-da. Energiya olgan paytingiz bu xo'layotgan paytingiz. Shuning uchun boya aytganingizdek detoks qila olish kerak-da. Agar siz Instagramdan foydalanishni qila olmayapsizmi, o'chirib tashlang. Yoki vaqt qo'yib qo'ying. 1 soatga, 1 soatdan keyin o'chsin u, men tusholmayman. Ya'ni yo'li bor-da. Intizom qilish qiyinroq. Men kirmayman deyish qiyinroq-da. Chunki kirmayman deganingizda har xil vaziyat bo'ladi. Zerikkan paytingiz bo'ladi, yana kirib ketasiz-da. Shuning uchun o'chi 1 soatlik ishlataman bir kunda, o'shanga timer qo'yib qo'yasiz, 1 soatdan o'chsin u. O'sha eng yaxshi variant. O'sha payt menga keladi, bo'ldi, vaqtim limitim ishlab bo'ldim degan narsa. Sarvar aka, mana hozir menimcha mentorlik ishlar bilan ham shug'ullanasiz. Ya'ni tadbirkorlarga o'zini sotuv bo'limini yo'lga qo'yish yoki tizimlashtirish bo'yicha yordam berasiz. Asosan tadbirkorlar qaysi og'riq bilan kelishadi oldingizga? Yoki ularga nimasini yechishga asosan yordam berasiz? Sizni oldingizga nima uchun kelishadi? Birinchi navbatda men oldimga mas'uliyatni menga berish uchun kelishadi. Ya'ni biz o'zi qanaqa ishlardi oldin, konsaltingimizni borib korxonaga sotuvni qurib berardi. Tadbirkor o'rniga borib biz qilib berar edik. Keyin nima bo'ldi desangiz, natijalar yaxshi bo'ldi. Bo'lmas natijalar, masalan, eng kam o'sish foizimiz 3 oyda 26% ga sotuvlar oshgan foizda. Eng ko'pi 401%, 3 oy ichida 4x o'sgan. Natijalar zo'r hammasi. Hech kim natijadan bo'lmadi deb aytolmaydi. Lekin ketganimizdan keyin boshlanyapti asosiy muammolar. Nima desangiz, chunki bu tizim bizamnikida, bizning miyamizda qolgan hamma narsa. Uni boshqarish, uni reglamentlarni ishlash, tekshirib turish kerak doimiy tarzda. Buni tadbirkor bilmayapti va qila olmayapti. Keyin hozir yangi produkt ustida ishlab chiqdik. Men qildim, biz sotuvni qo'yib beramiz. Faqat siz ham o'qitamizsiz. Men yo'q, men qilib beraman. Faqat sizni o'qitaman birinchi, siz buni boshqara olishingiz kerak edi. Xuddi anaqa o'xshaydi. Men mashina yasab beraman-da, lekin siz hali mashina haydashni bilmaysiz. Men mashina yasab beraman sizga, lekin mashina haydashni o'rgataman. To'g'ri biznesga qo'yishni o'rgataman-da, shundan keyin sizga beraman bu narsani deb yangi produkt qildik. Va hozir o'sha ko'proq mentorship ustida ishlayapmiz. Işte tadbirkorlar ham buni bilsin, qilib beramiz, bo'lmasiz bizda kursimiz shunaqa gibridki, sizga sotuvni qurib beramiz, faqat siz o'qitish evaziga. Ya'ni siz o'qitsangiz yana qurib beramiz, bo'lmasa yo'q. Nimaga desangiz, buni boshqara oling ertaga biz ketganimizdan keyin. Eng ko'p e'tiroz ketgandan keyin sotuv ishlamayapti. Sotuv ishlamayapti. Ketib qoladi sotuvchilar deydi. Chunki u muhitni men yaratdim-ku. O'z vaqtida oylik bergan muhitni, ularning bonuslarini, KPIlarini men kontrol qilardim. Siz kontrol qilmadingiz-ku. Shuning uchun ketib qoldi deydi. Shuning uchun ishlayapti tizim. Xuddi o'xshaydi. Malibu oldingizda primer, 80 mizing qo'ydingiz. Mashina yurmayapti deydi o'zi. Aytaman, o'zi yurarmidi? Ha, yurardi. Yuratuvmidi? Nimada kontrol qilmaysizmi siz? Boshqarmaysizmi bu narsani? Shunaqada. Shuning uchun hozir bizani o'sha yangi qo'ygan taklifimizni tadbirkor o'qitish evaz sotib bo'lib qolamiz. Chunki hammaga boy mamutda-da. Aytdi-yu, fikrlashdi. Kimdir men uni qilib bersin, odamga o'xshaydi. Farzandingiz bor, 3 yosh yoki 5 yoshda. Kimdir buni katta qilib bersin-da, uyli joyli qilib, yaxshi o'z peshini qilib bersin. Yo'q, mas'uliyat sizda, bu bola sizniki. Hech kim sizni bolangizchalik, hech kim buni qilmaydi, unga mehr bermaydi. Shuning uchun kimdir yordam beradi sizga faqat. Men yordam beraman biznesingizga, faqat sizni miyangiz ham o'zgarishi kerak. O'zgarmasa foydasi yo'q. Chunki biz o'zgarmasak, biznes ham o'zgarmaydi. Men hali ko'rmadim, tadbirkor mamaqa urinadi, biznes mamaqa urinadi. Ko'rmadim hali shunaqa joy. Tadbirkor urinni orqasida bitta pas yuradi biznes. Siz mana uringdasiz, orqangizdan qo'yilib yuradi biznes. Hech qachon biznes o'tib ketmaydi sizdan. Siz mana biznes ham uringdasiz, sizdan qilasiz. Unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun sizda qancha mana rivojlansa, o'zingiz ustida ishlasangiz, uni tatbiq qila oldingiz, biznes orqangizdan qo'yilib kelaveradi. Shuning uchun men ko'p joyga borganimizda tadbirkor o'zi qanaqa bo'lsa, atrofda yig'ilgan odamlar shunga o'xshash bo'ladi. Tadbirkor o'zi o'qiydigan, o'zini suygan bo'lsa, oldin shunaqa odamlar. Chunki qo'ymaydi unaqa odamlarni. Bu qabila-da. Biz qabila tizim hali ham ishlaymiz. Masalan, bitta oila ko'rsangiz, gap so'zlar ham bir-biriga o'xshaydi oilani. Ko'rinishi ham o'xshaydi hammasi. Xuddi shunaqa biznesda ham. Borasizda yaqinda zo'r voqea bo'ldi. Banketga borishimiz kerak edi ishxonamizda bilan. Bola joy aytib qo'yishgandi. Keyin men kirdimda, so'ramadim. Endi keyin qidiryapman, keyin mamut ko'rasizda odam. O'zi hamma joyda banket bor-ku. Keyin olib bordim o'zimni ishxonamni o'tirgan joyiga. Keyin qayerdan bildingiz ham sizga o'xshagan emas kirib ketdi dedi.
Ya'ni qarang, даже bizning ishxonamizda odamlar bir-biriga o'xshaydi ham. Ko'rinish jihatdan, kiyinishi, hammasi o'xshaydi. Shuning uchun sizga o'xshaganda mana shu yerda bo'lsa edi, olib bordim debdi. Kimda boshqa xonaga qarab chiqdimda, bitta xonada yosh katta do'dalar o'tiribdi, qorni bor, bitta joyda ayollar o'tiribdi, joyda aralashib turibdi hammasida. Buni qarasam rostdan meni ishxonamda odamlar bir-biriga o'xshaydi. Ko'rinishi ham, kiyinishi ham, yoshi ham bir-biriga o'xshagan odamlar hammasi. Shuning uchun siz o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, atrofingizda ham shunaqa odamlar yig'ilishi boshlaydi. Shuning uchun biz mana shu yangi qilgan produktimizni sotuv bo'limi qurishni o'rgatamiz va qilib beramiz degan produktimizni tadbirkorlar miyasini o'zgartiraylikki, u o'ziga o'xshagan odamni yig'sin oldiga. Ya'ni boy ekan o'sha fikrlashga qarshi, fikrlash uchun qilingan narsadir ko'proq bu. Demak, birinchi tadbirkorning yondashuvini, fikrlashni o'zgartirasiz, unga bilim berasiz. Albatta. Xuddi siz ishingiz bilan birlashtirsa bo'ladimi? Siz farzandni ingliz tilida o'qityapsiz, lekin uyga borganda ota-ona telefon beryapti unga. Foydasi yo'q-ku. To'g'rimi? Siz qiynalasiz. Siz qiyin, sizdan so'rayveradi, natija so'rayveradi. Hozir aytsangiz endi, man senga savolni berib qo'yaman, adasiga savolni berib qo'yaman, uyga borgandan keyin mana shu bilan so'rab olasan shu savoldan. Hatya bilsin kontroldaligini, hatya bu. To'g'rimi? Masalan, kelgan paytda bugun qaysi anaqani zamonni o'tdinglar? Present perfect o'tdinglarmi? Nima ekan present perfect deb savol bera olsam, ota, ana bola, adam so'rab keldi deb o'ylaydi. Chunki bu ham tizimda endi qarasangiz. Bizda nima bo'lyapti? Xuddi biz bolani o'qitamiz ingliz tilida, lekin uyda umuman ingliz tilida i harfi bo'lmayapti. Hech kim so'ramayapti ham nima o'rganding deb. Bola qiynaladi-yu, rivojlanishda ham, o'sishda ham qiynaladi. Shuning uchun osonroq bo'lardi siz agar ota-ona bilan ishlasangiz ham. Osonroq bo'lardi. Shuning uchun biz ham o'sha osonroq, tezroq natija bo'lish uchun shu produktni yo'lga qo'ydik. Shu tizimlashtiramiz, sizni miyangizni ham va korxonangizni ham. Tadbirkorning o'zini birinchi tizimlashtiramiz. Miyasini. Hozir ProSales Group Consulting bor-a? Consulting. Consulting orqali sizga aloqaga chiqish mumkin tadbirkorlar. Shunaqa, bizda produktimizni consulting deymiz, sotuv bo'limi qurish, tadbirkorlarni o'qitish, gruplarni o'qitib berish, uni sotuv bo'limi rahbarlari uni o'qitib berish, sotuvchilarni ham o'qitib berish bor. Keyin bizda o'sha anaqa xizmatimiz bor, outsourcing call center ham. Bu ko'proq o'sha zapusk sistemalar uchun ishlaymiz, kurslar sotish. Ya'ni vaqtinchalik sotuv bo'limi kerak bo'ladi, vaqtinchalik kerak bo'ladi. Bu qurilish kompaniyalariga eng keraklisi vaqtinchalik call center kerak bo'ladi. Zapusk qo'ying, endi o'sha boshladingiz, sizga zaiflik ko'p tushadi va o'sha paytda 10 ta call center qilish neviridni sizga. Chunki 2 oydan keyin unaqa bo'lmaydi, zaпрос bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha paytda biz yordam beramiz call center bo'lib turishga va o'sha kurslar sotuvida. Ko'proq prodyuserlar bilan ishlaymiz. 15 kunlik sotuv bo'limi kerak, undan keyin sotuv bo'limi kerak emas. O'sha paytda biz yordam beramiz. Shuning uchun mana shu 5 ta 6 ta xizmatimiz bor. Korxonalarga yordam beramiz, yoki biznes egalariga yordam beramiz. Tushunarli. Sarvar aka, bizni o'zimiz podkastning an'anasi bor, ya'ni 3+3. Tadbirkorlar 6 deganim bu. Bu hozir qanaqa tushuntiraman? Tadbirkorlardan yoki ekspertlardan film va kitob tavsiyasini so'raymiz. Mana men sotuvchi agar sifatida bo'lsam, qaysi filmlarni tavsiya qilishimni kutdim sizdan. Endi sizdan qani kutamiz, qaysi filmlarni tavsiya qilasiz? Bu umumiy narsa. Umumiy o'zingiz yoqtirgan yoki hamma ko'rish kerak bo'lgan yoki kasbingizga qandaydir foyda yoki yordam bergan filmlar bormi? Bor. Birinchisi 100% ko'rish shart aytaman, o'sha McDonald'sni основатель degan kinoni. Asoschi degan kino, founder. Biznesni o'sha 01 va 19 insonlar haqida. Chunki aka-ukalar 19 bo'ladi, ular o'sha faqat yaxshi bo'lsin, chokki bo'lsin deyshadi, 01 kelib qanaqa katta biznes aylantirishga yordam beradi. Bu o'sha narsa. Faqat o'sha oxirida ko'pchilik o'ylaydi, o'sha 01 noto'g'ri ish qilgan, olib qo'ygan biznes deydi, ammo biznes saqlab qo'ygan deb o'ylayman men. Ikkinchisi, men taklif qilgan kino bu Человек, который изменил все degan kino. Bu Brad Pitt o'ynagan. Bu naqada amerikancha futbol bor, ragbida. Moneyball. Moneyball kelmayapti-da. Men ruschasida ko'rganimcha shu. Moneyball tavsiya qilaman. Bu yerda o'sha raqamlashtiradi. Ham biznesni futbolni raqamlashtiradi. Va bu orqali o'sha ko'proq natijaga erishadi. Bu o'sha ikkinchisi va uchinchisi Baxt izlab degan kino bor. Will Smith o'ynagan, o'zbekchasi Baxt izlab. Bu o'sha to'xtamaslik, ya'ni o'g'ilchasi bilan yuradi, ya'ni kompyuter ko'tarib olib yurishadi. Bu yoqda shunaqa motivatsiya olishingiz mumkin, ya'ni qanchalik sizda nastoychilik bo'lsa, 3 ta kino aytdim-ku, mana shu 3 ta kino ham qat'iyatlikni bildiradi. Ya'ni qat'iyatli bo'lish kerak. Tadbirkor ham har qanday odam qat'iyatli bo'lishi, bitta ishni oxiriga qilib qo'yish kerak emas. Mana shu 3 ta kino meni hayotimni o'zgartirgan ham bo'ladi. Birinchisi o'sha sotuv qanaqa muhimligi va ideya uchun qanaqa yurish kerakligi, ikkinchisi raqamlar bilan ishlashni o'rganish kerakligi va uchinchisi qanchalik qat'iyat orqali natijaga erishish mumkin bo'lgan. Mana 3 ta kino ko'rish tavsiya qilaman. Hammaga, kim biznes sohasiga qiziqsa, umuman hayotda bir narsa erishishni xohlasa. Endi kitoblar tavsiyasi.
Kitoblar. Birinchisi, men eng yaxshi ko'rgan kitobim o'sha Jordan Belfortda O'z Ribor uslubi kitobi. Men uni kinoni taklif qilmadim, chunki u taklifda kinoda anaqasi bor edi, dunyoqarashi ko'p yoshlar ko'rsa yomon o'ylab qolishi mumkin, chunki kattaroq ham ko'rish mumkin. Hozir kitobni tavsiya qilaman. Kitobda haqiqiy sotuvni 3 ta bosqichda ko'rib chiqish, ishonch o'rnatish bo'yicha. Shu kitobni tavsiya qilaman. Ikkinchi men tavsiya qilgan kitobim Still Like Artist degan kitob bor. Bu kreativ hudojnik, xuddi ijodkor kabi o'g'irlaydigan kitob. Bu ideyalarni yaratish shart emas, balki uni o'g'irlasa bo'ladi. Ya'ni men shu doim o'g'irlab yuraman ideyalarni. Qayerda ideya ko'rsam o'g'irlab O'zbekistonga moslashga harakat qilaman. Shuning uchun bu kitob eng yaxshi kitoblardan biri. Maqol bor edi, buyuk insonlar o'g'irlaydi. O'sha kitobdan olingan shu ham. Buyuk insonlar faqat o'g'irlaydi. Chunki masalan, kompyuter ishlab chiqargan, masalan, IBM birinchi o'rin bo'lgan bo'lsa, birinchi yaratmagan-da uni, ideyani o'g'irlagan. Xuddi shunaqa Bill Gates ham, Steve Jobs ham o'g'irlagan ideyasini-da. Zato inson natija qilgan. Shuning uchun buyuklar yaratmaydi, o'g'irlaydi. Chunki insonlar ko'chiradi, buyuklar o'g'irlaydi. Chunki yaratishda risk katta-da, o'g'irlashda to'g'irlash oson. O'g'irlash va to'g'irlash, ya'ni ko'chirish emas, o'g'irlash. Chunki ko'chirish copy paste, o'g'irlash sizdan ideya olaman va uni ustida ishlayman, yaxshiroq qilaman. O'g'irlashda. Shuning uchun ideyalar o'g'irlanishi kerak. Bu ikkinchi kitob. Uchinchisi qaysi kitob? Muzokara san'ati. Bu o'sha pergovor qilishga yordam beradi sizga. Kelish odam bilan gaplashib kommunikatsiyani rivojlantirishga yordam beradi. 4-chisini ham taklif qilar ekanman hattoki. Bu sotuv psixologiyasi degan kitob. Bu yerda o'sha insonlarni qanaqa o'ylash haqida aytilgan. Money Psychology. Ne o'sha? U ham zo'r kitob. Va oxirida Sarvar aka bizda yana bitta an'ana bor, ya'ni kameraga qarab har bitta inson o'zining xohlagan narsasini gapiradi. Bu xoh maslahat bo'lsin, xoh erkin mikrofon. Kameraga qarab xohlagan narsangizni gapirishingiz mumkin. Oxirgi paytlar har doim kimdirlarni kuzatishni, kimdirlarni ko'rishni o'ylardim. Hozir bo'lsa o'zimni ko'proq kuzatyapman. Ya'ni qaysi paytlarda men qanaqa qarorlar qilyapman. Har safar biror bir ishni kutayotgan paytingizda siz o'zingizni ko'proq o'rganishingiz kerak. O'zingizni psixotipingizni, o'zingizni qanaqa fikrlashingizni, o'zingizni kuchli tomonlaringizni o'rganing. Nima desangiz, men oxirgi paytlar, mana shu oxirgi 1 yil ichida 20 barobar o'sdim. Ham daromad jihatdan, ham fikrlashdan, ham intizom, hamma jihatdan 20 barobar o'sdim. Nima desangiz, men o'zimni o'rganishni boshladim. O'zimni o'rganayotgan paytimda birinchi navbatda shu ota-onamni o'rganishni boshladim. Chunki biz o'zimizdan o'zimiz tashkil topmaganmiz. Ya'ni bitta men borman, boshqalar yo'q emas. Biz kimdirlarni qanaqadir chastamiz. Shuning uchun agar siz o'zingizni otangizni otalari, onangizni otalarini o'rgansangiz, siz kimlardan tashkil topganingizni bilasiz va ularni qaysi plyus tomonlari sizga o'tgan, qaysi minus tomonlari sizga o'tgan. Mana shuni qanaqa qattiq ustida ishlasangiz va o'zingizni qanchalik o'rgangan bo'lsangiz, shuncha o'zingizni yo'lingiz topish osonroq bo'ladi. Shuning uchun men har doim test deyman, ya'ni nima narsa mingizda test qilib ko'ring, risk qilib ko'ring, o'xshasa guldek hunar, o'xshamasa tajriba bo'ladi. Biz hech qachon xato qilmaymiz. Shuni eslab qoling, biz hech qachon xato qilmaymiz. Biz qilgan xatolarimizni agar oldinga qaytganimizda shu xatoni qilgan bo'lardik. Bizga faqat tajriba bo'ladi va oldindan aytilmagan narsalar u xato emas chiqadi. Shuning uchun nima narsa keldi sizga, qilib ko'ring, o'xshasa guldek hunar, o'xshamasa tajriba. Va eng muhim narsa odamdan emas, birovga havas qilish emas, birinchi navbatda o'zingizni kuchli tomoningizni o'rganib oling. Va bu narsa sizga faqat motivatsiya bo'lsin. Va faqat maqsad qo'yib yashang. Maqsadga erishganingiz sari hayotingiz qancha chiroyli bo'lganini ko'rib borasiz. Shuna. O'zimga aytgan gaplarim bu. 20 yoshli Sarvar nima degan bo'lardi desa, shu gapni aytib qo'ydim o'zimga. Ko'proq yoshlar kuzatsa kerak bizda shunaqa savol ham bor edi. Yaxshi aytib o'tdingiz. Demak, do'stlar, bizda umumiy qilib aytganda sotuv bo'yicha ekspert Sarvar Zayniddinov bo'ldi. Sarvar aka, sizga samimiy va chiroyli suhbat uchun kattakon rahmat. Bonus bermaymizmi unaqa ko'ruvchilarga qanaqadir qanday qilib ideyalar bormi? Menda ko'p joyda qo'yishadi-yu. Har doim videolarim oxirida aytaman. Eng zo'r ko'p insight yozgan odamga agar bu qachon chiqadi bizada, bir haftadan keyin chiqsa, keyingi hafta shanba kuni chiqadi xudo xolasa. Bo'lmasam, keling 15-iyulda deb baholaylik. 15-iyulda kirib eng ko'p insight yozgan odamga bonus beraylik, biznes after qilaylik birga. Men sotishli kursim bor, o'shani beraman va rokli kursimni ham beraman. 3 ta narsa beraman eng ko'p insight yozgan odamga. Va faqat muhim joyi Telegramda insight yozishgandan keyin kommentariy oxirgi qoldirib ketsin Telegram username-ligini. Yozishni topolmay qolamiz shu odamlarni. Shuning uchun bu o'sha ko'proq narsani o'rganishni muhim ko'ramiz va qanchalik biza insight bera oldik. Bu ham juda muhim bo'ladi. Demak, do'stlar, mehmonimizdan qiziq taklif. Mana shu podkastdan olgan har qanday taassurotlaringiz, yaxshi taassurotlar, insightlaringizni kommentlarda yozib ketsangiz, Sarvar aka shaxsan o'zlari ko'rib, sizga javob qaytaradilar va даже biznes nonushta qilishni ham taklif qilyaptilar. Biznes nonushta sotuvchi kursi va o'sha biz sotuv bo'limi qurish kursimizni ham beramiz. Ana shu narsalarni taklif qilyaptilar.
Barchaga rahmat, Sarvar aka, sizga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga omad tilayman. Sizlar ham ishlaringiz rivoj, yaxshilik ko'rishinglar va bu loyiha muvaffaqiyatli bo'lishi va yoshlarga, ayniqsa biznes egalariga yanada foydali bo'lishini tilab qolaman va bu ishdan charchamang. Bu ish sizni yoqayotgan manimcha, yoqayotgan bo'lsa charchamang, chunki bu qilgan ishingiz sizga yoqsa motivatsiya beraveradi har safar o'xshasa. Shuning uchun bundan keyinda xudo xolisa bu 9 inson bo'lsa, 100 insonni chaqirishingizni biz so'rab qolamiz. Albatta.